belgilash sapsatisi haqida to'xtalganligimizni e'lon berdik. Bugünkü aldı bilen aziz mehmonlarımı tanıştırıp o'taman. Stüdyomda yanımda Şarkı Türkistan Ölümanlar Birliği muavin reisi hürmetlik Mahmud Çandamoğlu var. Ve şundaqla Ölümanlar Birliği'nin a'zosi, şundaqla Dünya Müslüman Ölümanlar Birliği a'zosi Abdurrahman Cemal Kaşigari ikkilan stüdyomuzda qimmat vaqtdan chiqarib kelganlik uchun ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Şundaqla programmamizga yana Konyadan qatnashib atgan hammalarga tanishib bo'lgan ilgirma bir qancha qatimliq suhbatlarimizda qimmatlik bilimi bilan ma'lumot bergan hammalarga hurmatlik Adiljon Uyg'ur tadqiqot instituti a'zosi Adiljon Uyg'ur qatnashib o'tdi programmamizga qatnashib berganligi uchun ko'pdan ko'p rahmat aytaman aldi bilan. Ko'p rahmat. Alloh razı olsun. Qadrli ko'ruvchilarimiz, programmamiz YouTube va Facebook kanallarimiz orqali naq maydondan tarqatilib o'tadi. Ekran oldida chiqib turayotgan nomerimiz shunaqla ijtimoiy fikr vositasidagi aloqa vositalarimiz orqali programmamizga aloqador har qanday fikr taklif bo'lsa, berishinglarni savollaringiz bo'lsa, so'rashinglarni umid qilamiz. Shunaqla ko'plagan qarindoshlarimizning foydalanish uchun ham bahrlab qo'yishni ham unutmaysizlar. Albatta, u 2:20 deb e'lon bergan to'q biroz kechikib qoldik. Kechirim so'raymiz oldi bilan. Unda vosita bevosita birinchi savoldan boshlab programmamizga kirib kelsak. Aldan hurmatlik Abdurahmon Jamal ustozdan boshlasam. Bugungi temamiz haqiqatan insonni ham tragediyalik ham komediyalik bir quloqqa shu an anglanganda har qanday bir musulmonga g'ayrat yo'ldigan bir temamdi. Xitoyning nomussizligi bu darajaga bordi. Albatta biz ham islomiy nuqtadan ham arqash nuqtalardan to'xtalamiz. Aldi bilan shu islom dinimizni Xitoy davomli deydigan sotsializmga butun tashviqotlar deydi. İslam dini sosyalizm cemiyetiga sosyalizmga moslashtirishimiz kerak deb. Va bu qatim ochilgan 30-chi nimedagi iyuldagi yig'inda shu o'tgan oyning 30-kundagi bu maxsus o'limalarni yig'ib atalmish mollalarni yig'ib, ya'ni bu fikrni o'tirib qo'ydi. Qur'onni ko'zi nimasi bo'yicha tarjima qilish masalasini o'tirib qo'ydi. Oldi bilan islom dini sotsializm va yoki har qanday bir izmga moslashadigan dinmi? Bu nuqtadan kirgan bo'lsak. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Allah hamsına peygamberimizge dua salam olsun. Resulullah bu yerde İslam bilen sosyalizm yaki Xitay'nınki dinin nezariyesi biraz to'xtalaylik. İslam deganimiz tavhid ustiga, peygamberlik ustiga, ahiret ustiga qurilgan berdi. İslam ilahi tarafdan kelgan İslam Kur'an sünnetini manba qilib mana. Xo'sh. Bu İslam hayat uchun umumizlik bir dastur, hayat kanunu. İnsaniyatın bütün işlerini rad qiladi. İnsaniyatın şahsiy hayatı olsun, kollektiv hayatı olsun, ijtimoiy yoki iqtisodiy yoki dunyo qarash ishlar bo'lib qolsin, hammasiga ko'z qarashlarini, ta'limotlarini, prinsiplarini taqdim qiladi. Xo'sh. İlahi tarafdan kelgan İslam aqidada musulmon bo'lishni, ibodatda musulmon bo'lishni taqozo qiladi. Axloqda musulmon bo'lishni, istilda musulmon bo'lishni taqozo qiladi. Fikirde Müslüman bo'lishni, dünya qarashda Müslüman bo'lishni taqozo qiladi. Bu İslam siyosatda, iqtisodda, falsafada, sotsiyatikda Müslüman bo'lishni taqozo qiladi. Shunga bilan birlikda ilohiy tarafdan kelgan İslam salaf solihlarninki tushunchasi bilan tushunildi va Robbaniy olimlarniki izohati asosida tushunildi yoki elib berildi. Ammo Xitoy tashabbus qilayotgan Xitoycha İslam, yani bundayken qilmoqchi bo'lgan İslam qanday İslam ise, İslam qilingan bir zahir bu. İslamni burmalash, İslamni satlashtirish. Bu Xitoyniki o'tirib qo'ymoqchi bo'lgan sotsializmcha yoki Xitoycha İslam yoki Junguch İslam degan İslam, qanday İslam ise, İslamni burundan tatib zaharxandalik qilayotgan, İslamga dushmanlik qilayotgan kommunist bir aqlning natijasi. Bu Xitoycha İslam Müslümanlarını bozar kıldıgan, Müslümanlarını talan-taraj kıldıgan, zeminine besip algan, Müslümanlıkı aslığa ele algan bir akılның neticesi. Yani nezariyani koysa şu nezariya bilan o'ttirib chiqadi. Bu Xitoylarninki İslamni o'zgartirish yoki sahatlashtirish bo'lgan urinishi bu bugungi yoki bu yilning neticasi emas. Kommunistlar paydo bo'lgandan tortib İslam hujum qilib keldi. Çünkü Xitoylar İslamni yoki ilohiy vayni birinchi darajalik dushmani deb qarab keldi.
Xo'sh. Balkim ba'zi qarindoshlar islomning birinchi dushmani Amerika deyishi mumkin. Men deymanki, islomning birinchi darajadagi dushmani Xitoy. Hech qanday vahiyni, payg'ambarlikni yoki qimmat qarashni e'tirof qilmaydigan Xitoy islomning birinchi darajadagi dushmani. Chunki Xitoy islomni birinchi darajadagi dushman deb qarash sabab bu musulmonlarning ko'zini ochib qo'ydi dedi. Musulmonlarni xo'rlikni qabul qilgan holatda qabul qilmaydi. Ya'ni musulmonlarni sen xo'rlikni qabul qilma deb tur. Zulmga sukut qil demaydi. Mustamlik besi bo'lsa ma'qul deb berdi. Balki zulmga qarshi, tajovuzga qarshi, o'zingni qo'g'da, vataningni qo'g'da, millatingni qo'g'da kurash qilishing lozim deb ruh ato qilgan bir islom. Shuning uchun Xitoylar islomni birinchi darajadagi dushman deb qaraydi. Amaliyotda Xitoy islomningki birinchi darajadagi dushman. Endi bu Xitoylar yani sotsializm nazariyasini asos qilayotgan Xitoylar o'zlarining islomning birinchi darajalik dushman ekanligining dunyo oshkor bo'lib qolmasligi uchun yilmi kerak ishildi. Qanday qilsa o'zininki islom bo'lgan dushmanlik siyosatini namoyon qilmaydi. Uni ochiq oshkora tashviqotda yoki biz jurnallarda demaydi. Xo'sh. 50 yildan mobayn islom dushmanlik qiladi. Har tarafda shohidlar aniq. Ammo tashviqot vositalari orqali milliardlagan dollar sarf qilingan tashviqot vositalari orqali o'zlarini musulmonlarning do'stidek, islomning do'stidek qiyofatda tulki mijozlarni o'ttirib qo'ydi. Amaliyotda islomningki birinchi darajalik dushman. Bu Xitoylar tashviqot vositalari orqali dediki, biz islom qarshi emas deydi. Biz islom qarshi emas, musulmonlar qarshi emas. Biz radikallikqa qarshi edik. Biz oshqullikqa qarshi edik. Bu Xitoyning nazaridagi oshqullik qanday oshqulliksa, tajovuzchilik qarshi turgan odamning o'zi bir oshqullik. Bir musulmonlik majburiyatini ado qilay deb ibodat bilan shug'ullanayotgan odamning o'zi terrorist Xitoyning nazarida. Men ilohiy vahiy bo'yicha yashayman degan odamning o'zi terrorist Xitoyning nazarida. Xitoy deydiki, mush ilohiy vahiy tutmagan odamning o'zi terrorist. Men buni jang qilib boshladim. Demak, bu qalpoq orqali islomga asirdan shiddat bilan hujum qildi. Xitoylarningki islomni xitoylashtirishdan iborat bu siyosatning maqsadi islomni ruhidan ayirib tashlamoqchi bo'ldi. Islomni kommunizm bilan moslasha oladigan ularning nazarida kompozisiyon nazariyasi bilan moslasha oladigan bir holatni shakllantirib, musulmonlardagi aqid ruhini o'tamish. Musulmonlardagi xo'rlikqa qarshi, zulm qarshi, mustamlik qarshi turadigan inqilob ruhini tamoman supurib tashlamoqchi. Chunki kompozisiyon deyil arabisda bu nazariya demasi boshqalarni yaxshi ko'rish. Zulm qilsa uningga qarshilik bildirmaslik. Atbu ularning ruhiga cho'qinish deganga o'xshab bir bo'lak nazariya ustiga tayindi. Demak, mushkil ruhga kelsak, bir tinch bir inson bo'ladi, u vaqtida bu davlatningki amalligiga yoki muqim tahdid solmaydigan insonni shakllantirgan bo'ldi deb qaraydi. Xitoylarning islomga bo'lgan bu dushmanligi 50 yil mobaynida maxfiy, asirdan davomlashgan bo'lsa-mu, oxirgi bu yig'inlarda ochiq oshkor o'ttirib chiqdi. Xitoylarning bundan maqsadi nima? Islomimiz kommunizm xizmat qildiraylik. Sotsializm xizmat qildiraylik. Biz islomni marksizm nazariyasi bo'yicha tatbiqlash, uni tahlil qilish, uni izohlash huquq biz egadi. Shunda qila olamiz. Shunda qilsak, u vaqtida bu islom biz degan yakildi, undan kontrol qila olamiz deb qaraydi. Bu yuqorqi bu qisqacha bayonlarda, garchi sotsializmning tafsili prinsiplar kirmasakmi, islom bilan sotsializmni hargiz birlashtirgan olmaydi. İkini moslashtirgan tarafimiz yo'q. Chunki islom tavhid ustida qurildi, sotsializm bo'lgan bo'lsa, dinsizlik ustida qurildi. İslam erkinlik tashabbus qildi, sotsializm bo'lgan bo'lsa, insonni qul qilishga, diktator qilishga tashabbus qildi. Islom insonning hurmatini tashabbus qildi, sotsializm bo'lgan bo'lsa, yoki Xitoy islom nazariyasi bo'lgan bo'lsa, insonning karomatini, hurmatini tamoman dafsanni qildi. Ammo afsuski Xitoylar Arab dunyosida va boshqa davlatlar qurgan Konfutsius maktablari orqali Sharq Turkistonliklar elib borayotgan irqiy qirg'inchiligini yushirmoqda. Kompozisiyon nazariyasi orqali mana qaranglar. Biz dinga qarshi emas. Ko'ngil nazariyasi. Ko'ngil nazariyasi. Biz bu dinga qarshi emas. Biz sevgi muhabbat tashabbus qilamiz. Boshqalar bilan yaxshi muomala qilishni asos qilamiz degan bu qalpoq orqali Sharq Turkistonliklarga elib berayotgan irqiy qirg'inchilikda ularni yepib kelgan. Bu nuqtadan islom bilan kommunizmni yoki sotsializmni qat'iy birlashtirib olmaydiganligini bilgan bo'ldi. Xo'sh, xo'sh. Ko'pdan ko'p rahmat, Alloh razı olsun. Hem damlam albatta hammanglar bir-biringlarniki savollarga
qo'shimcha qila olasizlar xohlagan shaklda. Endi mushu nazariyani damlamamda yillardan buyon Xitoy bizning vatanda o'ttirg'a qo'yayotgan bütün safsatalarni o'ziga ishlab kelayotgan shu sodiq shu yo'g'on salni yo'g'itib qo'yib millatning oldiga shuni chiqarib 70 qatim to'xtamay yig'in ichib siyosiy yig'in. Uning keyin u yerda bütün tarbiyalarini shu bütün mush safsatlarni dinimizga butunlay zid, ya'ni normal bir diniy ma'lumot va insonmi Xitoyning o'tirg'a qo'yayotgan safsatlarininki bu muqaddas dinimizga bevosita zid ekanligi, hatto iymondan chiqarib tashlaydigan, musulmonni musulmonlikdan chiqarib tashlaydigan safsatlarni o'tirib qo'ygan vaqtida, ya'ni shu eng oldi bilan xalqqa berishdan burun shu atalmış mollaning oldida o'tirib qo'yildi. Shu yerda ta'limot berildi, uning keyin xalqimizga bu tashviq qilindi to'xtamay. Ham shu atalmış molla xalqning oldiga chiqib Xitoyning siyosatini aqlab, jim turish besib yillardan beri shuna qilib keldi hamdi. Hamda bu manzara hamda normalda hamda sizlarga anglayotgan vatanda bu qarish chiqqanlar nurg'ullarni masangalga tutib ya vazifasini elib degandek jazolaganlik emas. Ammo nima uchun bu xalqni hamda sizlarga mushu axun mollam u bularninki ashlarning oldida aslida talab qilingan nuqta Xitoyning bu safsatlarini shu vazifasini elib olsinmi, turmaga solib olsinmi, nima ish qilib dadil shaklda o'tirg'a qo'yib dinini qo'g'dish kerak emasmi? Bu millatning mushu darajada fojialik bir kunga kelib qilishi uchun acaba shu mollalarninki sababi yo'qmi bu masalada? Siz qanaqa qaraydi bu masalaga? Xitoy chunki ashularni indak keltira olganligi uchun bugun hozirgi nomussizlikqa ko'ngizning ideyasi bo'yicha Qur'onni yangidan tarjima qilmasa qolmaydi degan yig'inni ochdi masalan. Bu ahvolga keldik hamda. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah sümme amma ba'd. Demek sizning savollarga qarasak biz Xitoy bizning vatanimizdan besib olgandan beri tarixga azroq ko'z yugursak bu yerda biz ikki xil haqiqatni his qilamiz. Xo'sh. Biri dinninki umumiy qimmat qarashlarini qo'g'dash. Dinni Allah subhanahu wa ta'ala ve peygamberi qandaq yetkizgan bo'lsa, shu bo'yicha buni o'zgartmasdan, shu bo'yicha xalqqa yetkizish. Xalqninki sog'lom aqidasini qo'g'dab qilish uchun kuch qolgan, bu yo'lda kelgan xilma-xil xafalıqqa, zulmga, turmuga, hatta ölümge sabr qilib kelgan bizning nurg'un olimlarimiz tarixda o'tdi. Xo'sh. Bu bir haqiqat. Xalq şu alimlarninki tirishchanligi, shularninki qurban berishi, shularning haqda mustahkam turishi bilan o'z dinini saqlab keldi yaqinqi vaqtgacha. Burundan shu bu yalnız bizning vatanda emas, dunyoning har qaysi joylarida tarixdan buyon bu bir odamning o'qiganligi, bir odamninki ma'lum darajada diniy ma'lumot egallikligi o adamning azmasligiga bir garanti yoki kepillik kapolat berilmaydigan bo'lg'achqa, shu bizning dinimizda ismat kimga desa payg'ambarga xos deymiz endi. Xo'sh. Ya'ni payg'ambar alayhissalom qat'iy xatolashmaydi. Payg'ambardan keyingi olim bo'lsin, mujohid bo'lsin, tijoratchi bo'lsin, normal musulmon bo'lsin, bularning qadrini cho desa, cho'qim har doim azdiganlar insonlarning qadrini chiqib keliglik hamdi. Chunki inson mansabni yaxshi ko'rdi, iqtisodni yaxshi ko'rdi, havoyi havasiga ergishdi. Ya'ni nurg'un sabablardan har sohada nurg'un insonlar ishidan azdiganlar bo'ladi hamdi. Xo'sh. Bu bir haqiqat. Endi bizning vatanimizga qarasak, tamush 2017gacha jamiyatda ikki xil yo'linish. Biri hukumat Xitoy zalim Xitoy belgilagan diniy imomlar, diniy vazifalarni o'taydigan kishilar bir o'qigan va shundaqla unda bir diniy vazifada emas, normal ba'zi xafalıqqa duch kelsimi dinni mayli tabliq qilish orqali yoki o'gitish orqali yoki jamiyatda o'zining axloqi orqali xalqning musulmonligini saqlab kelgan ikki turlik
ahlilim band. Hoş. 2017'den keyin nemiş yüz berdi dese, hatta 2017'nin aldıda şu Xitay belgilegen imamlarının kıtıdımı sildigендek. Yığıllarda çekildiğin aşka vakitta malum üzünün fikrini bayan kılıdığan, fikrini bayan kılıp hizmetinin kaldırılgan, hatta bazıları turumlağa kirgen, muşundak ahlilimle çıkkan. Hoş. Şu Xitay'ninki siyasi kengeş dep atalgan muşu teşkilatka yoki muş organga a'zo bo'lgan kishilardan bu. Lekin 2017'den keyin cho desa Xitoy mayli siyasi kengashdagi ishlagan shu rasmiy shaklda diniy nomda xizmat qilayotganlar ishidan bo'lsin, mayli sirtdagi ahlirimlardan bo'lsin, Xitoy ma adamning iddisi bizga %100 moslashmaydi deb qargan. Hamma adamni 200'limiche deb turmoq soldi. Nurgullarını öltedi, nurgullarını turmuğu sürüvetti. Şu sebepten cemiyette meyli resmi mescitlerde olsun, meyli cemiyet olsun, haqni haq boyunca yetkizdiğen ehlirim asas cihetin qammidi deyişki bunu demdi. Cemiyet qıpqağını %100 Xitayga maslaşkan, Xitay nemi deyse şunu digen, Xitay nemini çağsa şunu tenkeş kılıp çaldıgan muşundak edemler çoğu meyli ehlirimden, meyli cemiyetteki normal insanlardan muşula kaldımdı. Muşula kalgandan keyin bu kalgan cemiyetinin köpüki ahiltemdi ola. Hoş. Mandakça aytganda bu cemiyetinin köpüki olgan, ahilti olgan bu kişiler qaysi sahada olsun, meyli ticaretçiler işinin olsun, meyli dini sahadan olsun, meyli başka hatta muşu ziyaliler sahasından olsun, ziyalilarning ishidan musal haqiqatparvar millat kuyindiganning hammasini hammamiz bilimiz solab bo'ldi. Soladi. Tijoratchining ashunda qildi, diniy ahlining ashunda qildi. Bunda qiqatgan bugungi kungacha axlatlar qoldi. Bular qolgandan keyin ko'pincha ham bu maydonga ashunda yig'ingacha texmi shularga moslashadigan ular aliqa bijni desa ikkini qo'shab deydigan mushundaq odamlarcha bunda maydonlarda birinchi so'rindan yoki birinchi sapdan o'rin olganlar shu hamda. Bu aslida sildigandek halqa oxiratga ishongan, bu dunyoning oxirati va qiyomat kuni va degan bir azroq shuni bilgan odamga loyiq bir ish emas. Xo'sh. Qat'iy to'g'ri ish emas. Bu mandaqcha aytganda davzaqning yo'li. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda nurg'un oyatlarda va la tattabi'u xutuvati shaytoni innahu lakum aduwwun mubin. Deb masalan sizlar shaytonninki sizlarni boshlagan qadamlarga sizlar ergashmanglar deb bo'lib innama ya'murukum bis-su'i wal fahsha va an taqulu 'ala Allohi ma la ta'lamun. Shayton sizlarni nimaga buyurdi desa, har doim sizlarni yomonlik buyurdi. Xo'sh. Buzuq ishga buyurdi. Allohning dinida sizlar bilmaydigan narsani deyishga buyurdi. Deb Allohning dinini bilmay turib gap qilishga buyurishni Alloh subhanahu va taolo mush oyat shaytonga nisbat berdi masalan. Ash odamlar sho'ning qatoridan. Ya'ni o'zi bilmay turib bu dinning kommunizmga moslashmaydiganligini har qanday bir aqlliq azroq bir narsa bilgan odam bu kommunizm bilan bisiga zidlan bir din endi bu. Bu kommunizm degan dinsizlik. Bütün dinni xalqni zaharlaydigan afyun deb qaraydigan. Bu dinni bu keyindi qilishninki birdan bir amili deb qaraydigan. Xalqni izadigan, baylarninki qo'llanadigan vositasi deb qaraydigan kommunizm bilan hem bu dünya mush dunyoda tugash bilan tugaydi. Qiyomat deb jinasi deb buni inkor qildigan bu ideya bilan tabiiy holda qiyomat va bu dunyoning keyini va deb oxiratga bog'langan bir ilohga bog'langan, aqidaga bog'langan bu din qat'iy moslashmaydi, mumkin emas bu moslashishi. Xo'sh. Oshunda tursa, yana buni haliqa ash kommunizmga moslashtirmas deb tankash qilishi, bularningki bilmay da'vatqanligi ham Alloh subhanahu va taoloning yana bir oyatda alohida bu shunda adamildan ogohlantirib innallazina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi va yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika yal'anuhumulloh ve yel'anuhumul la'inun. Allah subhanahu ve taala tushirgan kitobni yushirdigan. Bunun haqiqatini, nimaning borlig'ini demaydigan.
havai hevesiga ergişidigan, azgını mal dünyanı dep Allah'ın dinini, Allah'ın kitabını satıdigan. Bundaq kişiler çoğu ise ulaike yel'anhumullah ve yel'anhumul la'inun. Allah ular lanet okuydu, müfessirler, malaikeler lanet okuydu, yaxşı bendeler, müminlerin hemmisi bular lanet okuydu degan şu Allah'ın lanetiga uçurgan kişilerdi bu. Hoş. Bu din halika bilmey turup lan bir nas dişemez. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde kandak bir adam bilmey turup Allah'ın kelamı Kur'an-ı Kerim hakkında bilmey turup gep kıysa Hoş. bu adam yüzünün cayını devzaktin asun debedisi var. Yani bilmey turup deyiş diyenlik yakış niyette men yakşı bir mezmunni yaki bir düşünceni yetkizümen dep mujna gep kıysa diyen gep. Elike özgertip emez. O dinni bütünley dinnin prinsipiga kılap zit bolgan narsani otturup qo'yash emas, balki bilmey turup gep qilib qalsa devzaktin ço joyini olsin deb manda tahdislangan din bu. Aşula şu yani bir hadis Peygamber aleyhisselam men en ensireydigan ümmetimge en ensireydigan kim o dese kullu munafiqin alimil lisan. Münafık lekin ço dese gep qila alaydigan. Yani zıvandıraz şu gepni ço jiqqiradigan muşunda adamdim men bek ensireymen degan. Bularning misali dal şu an. Yani gepni qilsa mumkin din gep qiladi. Mumkin Arapça setilme mollala. Şu dinni satqanlarni. Bu burun mu 60-cı yıllar 70-ci yıllardan çıqqan bu şunda adamlar. Ay Kur'an köydürüşte, kitap köydürüşte şu çağda hessi kuşkan, yapalan uydu kitap ba, yapa billi okugan, savaqdaşlar billi okugan bolsa, mesela bir jütten 5 adam okugan bolsa, şundan bir stajına çıkıp, şunu pustan okugan, falan okugan, onun uydu kitap ba dep kitaptan haber verip yoki paş qilib, bunda qilgan adamlar şu zamanlardan çıqqan. Bularning chiqishi bilan asli zalim Xitoy jamiyatni erkin qo'yib, islahatçılığı mı? Xuddi mesela erkin deganlik umum bir erkinlikni Xitoy berib baqqan emas zaten. Mesela 2015 dan oldin ma'lum darajada yani bularmi ba shuni bilan birga haqni deydiganlarmi qisman ba bir vaziyat sharoit bor. Agar Xitoy bugun da'vo qilgandek mesela ashu bu Qarun davlati uçi buçi bir yer zulm yok, o yok, bu yok deb nurg'un narsani butun dunyoda inkor qiladi-ku endi. Agar nochi bo'lsa, ashunda bir haq gap qiladigan kishilarga kichikgina fursat berib, ma xatoni so'zlaydiganlarni so'zilsin, ma'mi so'zilsin desa ya, faqat ularning jamiyatda hech qanday obro'yi yo'q, hurmati yo'q, haqning gapini anglamaydi aslida. Haqning gapini anglamaydi. Bizning xalq degan acayip biridir. Ben bir adamninki vakaligini bilmem. Aş barın inqilobi bo'lgan vaqtda 90-yillik gap. Bir ehlirim hem de o. Şu Qashqarga tava. Bu ehlirim burun jamiyatda shunda hurmatlanadigan adam hem de. Shunda obro'yi var. Har qanday to'ydan, aqiqadan, ziyofatdan hech qanday yerdan qolmaydigan. Ashunda bir adam şu barın inqilobidan keyin Xitoy ehlirimni aş mollani yig'ib bir yig'in açıp, 2-3 kunlik yig'in açıp, u yerda qattiq bo'lni shu tanqidlab, ayblab bu barın inqilobini sodir qilganlarni. Nurg'un odamlar shu turg'liq hamda. Shu tuğallar saqlanib qolgan jamiyatda. Ancha-muncha ashunda odamlar cho desa, andan bu yig'indan bak ta'sirlanib ketib, bu yig'indagi ziyofatlardan bak ta'sirlanib ketib, jamiyatga chiqib cho desa, vay andam iman qildi, manda qildi, uni qildi, bunu qildi, zodi bu terrorchilar yoki bo'lginchilar, banditlar ani qilib, mani qilib deb mushuna degandan keyin jamiyatdagi umumyuzlik bularning obro'yi, bu odamning o'rni hammasi yo'qolgan. Hatto yo'lda ma'sum hech kim salom qilmaydigan darajada. Xalq biladi buni. Xalq biladi. Lekin Xitoycha bugun qanday qilyapti desa, bu haq yo'lda ma'qalning hammasini ishkini etib, hammayani taqab, bularning hammasini sulab, yo'qtib, o'ltirib, andan bo'lning depin chaldiganini cho desa, maydonninki oldiga chiqarib, mana olimlar degan mana musho deydi, lekin biz shuni ishimizga xalqimiz cho'qim ularga ishonmaydi. Xo'sh. Xalqimiz cho'qim ularga uni ifodalayolmagan taqdirdimi? Bo'ldigan manda buzuq odamlar deyolmagan taqdirdimi? Ularni bir dinning vakili deb qarmaydi.
Ulanmış komünizmninki Xitayning ishti deb qaragan. Xitayning ishti komünizmninki xizmatini qildigan, komünizmninki g'albisi uchun ishlaydigan odamlar bu kadr. Bizning vatanda kadr deydi-ku masalan. Onu bir ahlilim deb qaramaydi xalq, balki bir kadr bu deb qaraydi. Xo'sh. Ko'pdan ko'p rahmat. Mush yig'inda musha tunilgan Abdurahim Temirniyaz degan maxluq yana bir muncha gapibdi. Yig'izga og'lamaydigan shaklda. Hurmatli Adiljon hamda mishada yana shu nuqtani bir to'xtalaylik shu. Bu numussiz Xitoylar hamda davomli holatda shu mayli bu diniy saatliklar yig'inasin, bu o'zininki chaparmanlarga, atalmış mullarga va yoki boshqa yig'inlarda bo'lsin, davomli holatda insonning ko'nglini ilishtiradigan shaklda atalmış Şinjanni yani. Bizning Sharq Turkistonning Xitoy madaniyati bilan oziqlantirish kerak deb to'xtamay bu safsatini sotadi. Bu yig'inda men shuni ta'kidlab qildim deb. Ham sizdan so'rayman, bu bizningki bu Xitoydan o'rganadigan bir Xitoyning qanday madaniyati bor deb biz bilmaydigan yani. Bu madaniyatning mesi bormi bu Xitoydan deb. Siz bir anglab baqsaq, bu qadar kulkili bo'lmasam bir isham deb. Ben şu iki sözden yapacak qo'shimcha onu kim sual Xo'sh, mayli onu tamam. Konusu to'g'risida azroq to'xtalmay turib, qanday islomni qanday she'rlardan bilish shalkasida uchun. Xo'sh. Konusununki asosan idisi de bu g'arb taraf yoki ba'zi g'arb taraf buni bir itqasizlik deb qaraydi. Bu nima shunday qaraydi degan vaqtda bu o'z vaqtida Xitoyga bu missionerlar va xristian missionerlar. Yaqin şu vaqtda Xitoyda hakim bo'lgan ko'zqarash kunzi bo'lganlik uchun bular chiroyli kunzichilikni atalg'ularni, terimlarini, hukmlarini diniy terimga o'xshatib qilib, g'arbda shunday chiroyli ko'rsatishgan bir ahvol bor-ku. Çünkü Türkiye'de yoki ba'zi davlatlarda shunday bir kunzini itqassiz deb qaraydigan bir ishlar bor. Ammo kunzininki kitoblarda, yoki kunzi kitob yozmagan, ammo keyingi shogirdlari o bir kitap qilib chiqqan. Masalan, kunzini terimlar deydigan. O konusundaki oturukluğa edilse Tanrı yani alam gibi hoş değil. Ahiret, o dünya, bana göz karşı yok. Ruh diyen dinesi mi yok onun göz karşılığı. Bu tamamen bizim dinimize hılap bir zıt hukumla. Bunda olan ki müşnoksuzun karsakla o bizdeki dinimize şakanak bir yere kilişi mümkün emez. Çünkü öyle konusundaki idiyesiyle bizim İslam dini ibaret hem temel akıllarını izahlaştığımız bir mende karsak tamamen bulduk. Bunun baş konusundaki bir ahlak felsefesi değil mi? Xo'sh. Ahlak felsefesi oturtuluyor. Bunun hem g'arb itiraf oldu hem Xitoy o'zi itiraf oldu. Bu ahlak felsefesinden ait chiroyli gaplar var Xitoyniki. Mesela deyli Xitoy konzoninki to'rt fazilatda bir hukmni o'tirib qo'ydi, oldi sistemlashgan. Mesela atani hurmat dedilar. Ondan keyin insonni suyish deydi. Adalet deydi. Murosiblarga hurmat qilish deydi. Muşu to'rt fazilatga agar bir inson yaxshi ko'ngildagidek haqiqiy fazilatli inson bo'lman deydigan, muşu to'rt g'oya uchun xizmat qilsa, hayotni tadbiq qilsa, haqiqiy inson bo'la oladi, o'lgulik inson bo'la oladi, jamiyatning go'zal insonlar tug'an bo'ladi deb qaraydi. Hamda biz biraz qisqalab o'tgandek, bu bir islomga yoki har qanday insonga chiroyli qonundir. Bu atana hurmat. Shundami? İslamda bu teşvik oldu. İnsanperverlik bu İslam'dan teşvik oldu. Adalet. Zaten İslam'ın en tüp prensiplerinden birisi. Hep insan acayip hoşçakaldı. Ama mesele bir yerler biz digendek. Konumuzunki asası nereden kildiğalığı, merkez nereden kildiğalığı, İslam'ınki merkez nereden kildiğalığını aydınlaştırış intihai mühim. Belki bir Müslüman devletlerine Xitayla kutup bizim konumuzun iyi ismalarında karanlar biz Şarkı Türkistan Müslümanlara muşin teşvikatını ise belki Müslüman dünyasındaki ölümanlar hoş yakışıklı hakikaten şunlar ötüpler. Ama mühim boğun biz için çırayla hukumlarındaki ya çırayla keplerindeki bizden aldığımız gibi işlemez. Kimliğin şehirleşi intihai mühim. Çünkü Şarkı Türkistan'lık nispeten Xitay, biraz bunu ustazlar öttü, bir müstemlikçi, tecavüzçi, İslam'ın düşmanı, insaniyetinin düşmanı. Xitay, neyle insanlıktan gap olsun, neyle adaletten gap olsun, onun kimliği bizge her şeyini tepkiriş gerek yani. Xitay'ın kuludun nimi alaylı, neyle altını alaylı, ya ki hakkında bir Kur'an-ı Kerim tavşurp alaylı kuludun ki, en güzel, biz yakşı kudağı en güzel şeyini tavşurp alaylı, çok gumallandığımızda olmaydı. Çünkü onun kendi yuşun bir maksat yuşurunlar. Onun gayrizi de. Çünkü onun maksati kanda oluş,
Biraz burun deb o'tganimizdek Sharq Turkistonliklarni kontrol qilish, ideyasini, aqidasini hatto onun dünya ko'zqarashini, turmush shaklini hammasini kontrol qilish. Agar kontrol qilmasa, ularni yo'qotish. Agar buni qilmasa, sindirib o'tish. Buni qanday qildi degan vaqtida shu Kunuzning ideyasi bilan, sotsializm ideyasi bilan yoki boshqa bir ideya bilan yoki boshqa bir vositalar bilan buni oshkor qilishga tirishadi. Shu bu yerda Kunuzning deb o'tgan insonparvarlik, adolatdan bakroq kim bizga mushli shaharlarda buni bakroq qarash kerak. Bizde izchil takrorlanib kelgan bir g'aflat, bir xatolik bor. Biz doim o'ylaymiz, Xitoyninki tuzumi, ideyasi, dunyo ko'zqarashi madaniyatga asosan emas. Azroq vatanimiz siyosat azroq yumshasa, xuddi zulmning tugaganligini yoki buniki bo'lmaydiganda his qilib qolamiz endi. Bu izchil shunday bo'lib keldi. Yillardan beri yuz bergan g'aflatninki sababi shu. Agar biz boshdan boshlab Xitoyning kim ekanligini bilgan bo'lsak, ularning madaniyatining nima ustiga qurilganini bilgan bo'lsak, ularning madaniyati shakllantirishda qaysi iqlimninki muhim rol o'ynaydiganligini bilgan bo'lsak, hozirgacha bunday g'aflatni o'tkazib yurmagan bo'ladi. Bu men deganimdek, mayli ko'ngildan kelgan adolat deymiz, otani hurmat deymiz, insonparvarlik deymiz, bu hukmlar Xitoyning og'zidan chiqib yoki Xitoy orqali bu yerdagi Uyg'ur mollalar orqali shaharlashtirish qalaman, ha bu ishning ichida bunda chuqur masala bor ekan deyishga darhol o'tmasa bo'lmaydi. Bu chet ellarda agar bizniki vazifamiz, ham qilgan vazifamiz, ko'ngilni yaxshiroq tushuntirish, ko'ngilni qanday bir iqlimga moyatli ekanligini, Xitoyning kulturida yoki madaniyat qanday rol o'ynaganligini uni yaxshi tushuntirishga to'g'ri keldi. Endi siz deb o'tgan bu nimaga kelsak, madaniyat masalasiga. Xitoyninki madaniyat dini bilan bizningki islom yoki biz Uyg'urlar qadimdan beri o'tirib qo'ygan madaniyat ko'rsatishi bir-birisidan tamoman farqli. Xitoy degan madaniyatning moddiy tarafini emas, ma'naviy tarafini to'xtalay. Madaniyat degan vaqtda Xitoyninki o'zida dunyoning markazida qaraydigan bir ko'z qarashi bor. Xo'sh. Bu intayin muhim. Ya'ni Xitoyninki shu g'alzirligi, kiberligini, o'rinlikini hech kimni ko'ziga ilmasligini, o'ziga o'xshamaydigan insonlarga zulm qilishni kamsitishni deydi dal Xitoyning o'zi dunyoning markazi deb qarash ideyasi bor. O'sha Xitoy degan atalg'uma dal shu dunyoning markazi degan atalg'um ma'nosini bildirdi. Chunki bu jo'grafiyalik bir atalg'um emas, madaniyat hukmi bakroq kuchli bo'lgan bir atalg'um. Unda biz dunyoning markazi bo'lganligimiz uchun undaqda biz eng madaniyatli millat. Atrofimizda yoki bizning o'xshamaydigan millat bo'lsa, yovvoyi millat. Şuna ular medeniyetlik bo'lish uchun yoki inson bo'lish uchun mana shunday qabaqda shu bizning madaniyatimizni qabul qilsa, unda bu inson bo'la oladi degan ko'z qarashni o'tirdi. Bularning madaniyat ko'z qarashi mushuk tasavvurda qurilgan. Xitoyning madaniyat ko'z qarashida inson yo'q, haqiqat yo'q, adolat yo'q, faqat va faqat kuch va kibr va boshqa narsa yo'q. Bu intayin muhim masala. Çünkü bununki madaniyatniki asosida İslamga o'xshash insonparvarlik, adolat, boshqalar o'xshamaydigan ko'z qarashdagi millatlarning yashash huquqiga ekanligidan iborat qandaq bir ko'z qarash bo'lmaganligi uchun hozirgacha kelgan zulmninki bu ideya asosida mushadan keldi deb qarasak bo'ldi. Onisi davomli sizning programmangizga boshqa ustozlar ta'kidlab kelyapti. Xitoyninki bizga o'xshamaydiganlarning niyati boshqa deydigan gap. Xo'sh. Ya'ni dushman degan gap asli. Sharq Turkistonlar Xitoyga har jihatdan o'xshamaydi. E'tiqodiyatga o'xshamaydi, madaniyatga o'xshamaydi, tilga o'xshamaydi, har jihatdan o'xshamaydi. Bunda o'g'alki Xitoy azaldan dushman deb qarab keldi. Ya'ni bizga o'xshamaydigan har qanday Xitoyga nisbatan bir xatarli unsur deb qaralib keldi. Shu Kunuzman deb shuni tashabbus qilgan millat shu. Kunuzmanda bir gapi bor, mashhur gapi. Biz Xitoylar ya'ni mush millat intayin madaniyatli millatmizki, agar kunlarning bir kuni Türkler demekki, yavai milletler bizi işgal kılarsa çok üzülüşümüz gerek de oturup için. Yani biz bu dersten çıkan katli kurgulamız yapıraydı. Çünkü medeniyetlik milletinki yavai milletleri de işgal kılışını bunu katli üzdünki gururga doğru keltiremeydi. Vay beçer. Çünkü Kunuz'unki göz karşıda küç muhim. Küç adalet tahtı. Biraz rengi toxtunuz mesela intihan muhimde parayla. Şuna bakın medeniyet diye vaxtıda medeniyetin de insan olmasa İslam'a o'xshash o
hem üzgüme, hem üzgün halkıgıma, hem koşun halkıgıma ve başkalarıma yaxşı saadet, yoki tinchlik yapışı tamamen xiyaldaki bir iş. Şuna yığın toplab etsak, Xitoyning tükü maqsadi Sharq Turkistonliklarni kontrol qilish, singdirib o'tish, assimilyatsiya qilib o'tish, bo'lsa yo'q qilib o'tish. Mushu maqsadga erishish uchun ko'ngildan foydalanadi, ma'naviy qurol sifatida. Ma'rifdan foydalanadi. Chunki ko'ngildan kelgan har bir atalg'u islomga nihoyat muvofiq qilgan bilan, ammo uning asosi boshqa yerdan kelganligi uchun, ilohiy bo'lmaganligi uchun bu bizga qattiq mos kelmaydi. Shunga bunga intayin diqqat qilish kerak. Şu Xitoy bu narsaga intayin usta. Yani tinchlik intayin muhim deb, o'ziniki muqimlik intayin muhim deb deyish orqali o'ziga rezil siyosatni tatbiq qilib oldi. Adolat intayin muhim deyish orqali islomdan bor, ko'ngildan bor. Maskul deyish orqali o'zining adolatini turg'izib, ya'ni o'zining kuchlininki zolimning adolatini tiklashga tirishadi. İnsanperverlik deb islomdan bor deb turib, o'zining insonparvarligini masalan, ancha namratlarga yordam qilib veya ki bir işe demle mındak teşvikatla çıkarıp diyor. Ya işki bir Uygur'dan namını insan köksütüp insanperverlik kıganda kıpmış mümkün. Hatta kıcıl olmasından Uygurlardan bir yemek teşkiller Müslüman devletleri ziyaret kaldırış mümkün. Veya ki Müslüman devletlerine ya Afrikalılarga insani şu arasında da yardım kılış mümkün. O konusu da badep Türkçe. Şuna kimden gelgen, kim işkerliğinden ibaret manasını bilersek Xitoyning meyli maddi bir narsa kelsin, yoki ma'naviy jihatdan bir narsa kelsin, cho'qim bunga gumonlik bilan qaramasak, tuzuqqa uchib ketamiz. Xo'sh. Ko'pdan ko'p rahmat. Haqiqatan deganingizdek inson bo'lganimda shu Xitoy kuchi bo'lganligi uchun, ishg'ol qiluvchi bo'lganligi uchun deyalayotdi-ku bu nurg'un gaplarni. Amaliyotda shu Xitoy madaniyati bilan oziqlantirishimiz kerak degan gapning o'zidan yushurun anjihatdan bu millatni, ya'ni Uyg'ur xalqini madaniyatsiz millat, madaniyatsiz qolgan bir millat bo'lgandan keyin bir haqoratda asli bu millatga. Bizning kuchimiz bo'lsa, uning har bir gapiga aslida xalqimiz ozroq bir erkinlik olmasa, nima deyapsan, meni madaniyatsiz deyapsan, sen nereden kelgansan deb uningga dekkisini beradigan vaziyatdagi bir gap aslida. Buni to'xtamay bilgan kuchim bor deb ishg'ol qiluvchi sifatida deyapti bu axloqsizlikni. Eng madaniyatsiz millat ekanligini dunyo bilayotgan bir paytda buni setyapti to'xtamay. Endi ustoz ham shu davomli holatda yana shu Xitoy bu yig'inda shu islom dinini Xitoylashtirish, ya'ni Xitoychilashtirish, Jungochilashtirish deydi hamda. Bu yo'nalishda ching turish kerak deb davomli holatda bu safsatni sotiladi. Sizlarcha Rasululloh Xitoy shu dinimizni Xitoychilashtira oladimi? Bu safsatsida bu so'zlayotgan bu narsada qanchalik g'alabaga erishdi sizlarcha? Biz dastlabda Xitoychilashtirish, islomni Xitoychilashtirish, Jungolashtirish degan ma'nosi nima? İslamni Jungolashtirish ya Xitoychilashtirish degan islom prinsiplarini burmalash. İslamning ko'rsatmalarini o'zgartirib o'tish. Kommunizm nazariyasiga moslashtirish. Sotsializm prinsiplarini islomdan ustiga chiqarish. Ya kommunizm nazariyasi bilan yug'urib boshqa bir dinni keltirish. Boshqa shiforilgan vaqtida islomni sotsializmga xizmat qildiradigan bir vositaga aylantirish. İslamni kommunizmga xizmat qiladigan bir qurolga aylantirish. Qanday qurol degan vaqtida Sharq Turkistonliklarga o'xshash mahkumlikqa duch kelgan millatga zulmga taqobil turish, mustamlikaga taqobil turish iborat bu qarshilik ya'ni tamoman o'tirib o'tadigan bir qurolga aylantirish uchun islomni ish qila oladi. Sharq Turkistonliklardagi zulmga qarshi turish, tajovuzga qarshi turish, bu ruhni o'tirish uchun islomni ish qilsa tadrijiy bu ruhni yo'qlaydi. Xitoylashtirish degan bu harakat yoki bu siyosat birinchi darajalik bir siyosiy harakat. Fikriy deyish mumkin, ba'zanlar yoki ilmiy deb qarash mumkin, birinchi darajalik siyosiy bir harakat. Bularning maqsadi islomni ichidan yo'qotib etsak bo'ldi. Ichidan ozlashtirib etsak, ichidan xunuqlashtirib etsak, islomiy kimlikni tamoman barbod qilib etsak bo'ldi. Bu siyosiy harakat bo'lganligi uchun Xitoydan iborat bu tajovuzchilar yoki diktatorlar
Xitoylashtirish, islomni xitoylashtirish harakatini o'zining manfaatiga qarata sizib chiqadi. Xo'sh. O'zining siyosiy manfaatiga uyg'un holda planlab chiqadi. U manfaat nima desa, Sharq Turkistonliklarni davomli qullikni qabul qilgan holatga keltirish, qarshi turish ro'yidan tamoman voz kechish. Yani Xitoyning diktatorligini, mustabidlikini ixtiyoriy holatda yoki majbur holatda qabul qilgan mushunday holatda pishib chiqmoqchi. İslamni siyosiylash, xitoylashtirishdan maqsad. Xitoylar qarasak, kommunist paydo bo'lgan tartib otizmlik ustiga, dinsizlik ustiga qurilgan bir davlat. İslamga birinchi darajada dushman bo'lgan bo'lsa, boshqa dinni e'tirof qilmaydigan, majburimiz e'tirof qilmaydigan bir davlat. Bu davlat tarix qarasak zulm ustiga qurilgan, tajovuzchilik ustiga qurilgan, mustabidlikni asos qilgan bir davlat. Şu bu devlet şekillengandan tartiblan, bizning vatanimizdan besib olgandan tartiblan islomni o'zgartirishga, islomni xitoychilashtirishga urinib keldi. Amaliyot qarasak Xitoy 1949 da besib kirgan bo'lsa, bu vaqtdan tartiblan bu planni maxfiy holatda ijro qilib kelgan. Masalan, u vaqt masjidlarningki taqilishi, diniy madrasalarning cheklanib chiqishi, shar'iy mahkamalarningki amaldan qoldirilishi, olimlarningki o'zining vazifalarini ado qilish uchun cheklab chiqishdan iborat bu ishlar maxfiy shaklda elib berildi. 20 yillik qorong'u tarixni, madaniyat inqilobining islomni yo'qotish, islomni xitoylashtirish, islomni kommunistlashtirish iborat madaniyat tarixi emas, zulm tarixini bilganlar bu voqelikni intayin obdan bildi. Ammo yaqinki tarixda 5-6 yil jarayonida Xitoy oshkor holatda İslam'ın resmi sosyalizmga aylandırmasak olmaydi ya Xitoycha buni izohlamasak olmaydi plan qo'yib o'tdi. Bir az qo'yib bergan bo'lsam, oraliqda 2000 yillarning oldi kanida 4-5 yil mobaynida xitoylashtirish siyosatini aniq elib mandi. Masalan, necha minglagan masalalar chaqilib ketdi. Maxfiy elib berilgan islomiy maktablarimiz vardı, uning hech qanday imkoniyat qo'ymadi. Fakat hazır özünün qo'lida bir dekor şekil süpür qilib qolgan bir maktab qoldi. Ma'arifning o'z tuzgan, kitbning o'z tuzgan, butun siyosatni belgilagan bir maktab qoldi. Dunyoga aldamchilik qilish uchun islomni tashviq qilyapmiz, erkinlik biryapmiz. Uningdan boshqa islomiy ma'arif sohasini tamoman shakl. Olimlarning ko'pinchisida turmoq atdi. Ziyolilarni atdi, yozuvchilarni atdi. Ya'ni 8 milyon yaqin insonning hammasini turmoq atdi. Buning maqsadi bularning sababi nima edi? Agar mushular kommunizmni qabul qilgan bo'lsa, turmuq tashlanganlar. Men Mao'zdanni iloh deyman degan bo'lsa, yoki Xitoyning o'zining falsafasi ben iloh ishonmayman, Xi Jinping nima degan shu bo'yicha ma'man degan zindon tashlanadi, inson tashlanmaydi. Tashlangan insonlar islom aqidasiga bog'liq bo'lganlik uchun, buning qalbida bir ruh bo'lganlik uchun, mustaqillik ruhi chaqnab turganlik uchun tashlandi. Gerçi bazı qarindoshlarning nazarda buni bana qilish mumkin. Bu insondagi mustaqillik ruhini urg'itadigan bir ruh bo'lishi lozim. Bu ruh aqida ruhining qil. Aqidaga bog'lanmay turib mustaqillik deydigan bir ruh shakllanmaydi. Qo'zg'alan, inqilob deydigan bu ruh aqida ideologiyaga tayanmay turib shakllanadi. Uyg'urlarning ruhida bu narsa bor. Buni biz tushunmagan bilan Xitoy tadqiqotchilar oldi buni tadqiq qilib, bu ruhni yo'qotmasa, bu Uyg'urlarning besiq tug'ilmaydi deydigan bu nazariyani oldi burun shakllantirgan. Şuna bu Xitoylar islomni xitoychilashtirish degan bu safsatini, yoki bu nazariyani 2017-yili rasmiy qonunlar qilib, gazet jurnallari bilan xabar qonunlari e'lon qildi. Ening oldin maxfiy ijro qilgan bo'lsa 2017-da boshladi. Buningdan maqsad islomni tamoman kontrol qilish. Boshqa din bilan bo'lgan masalasi bordir, lekin yo'q hisobda. Chunki Xitoyning beshida birdan-bir og'ritadigan millat kim desa, Sharq Turkistonliklar, Uyg'urlar. Ya Sharq Turkiston ziminida yashagan Turkiya millati. Tibet qarsaqmi bir mezgil uni bu dapiq axir Xitoy sen nima desan sen bu yashay deydigan yerga Dalay Lama shu yerga keldi. Nimishqa uning e'tiqodi oxirgacha o'lib ketsa men shu to'laman mustaqillik uchun voz kechmayman degan u e'tiqodni bildigan ruh ega emas uning e'tiqodi. Bu o'z e'tiqodi. Ammo islomda bor. Zulm ustida yashash harom. Xo'rlikqa rozi bo'lib yashash harom. Özününki erkinlikini qo'lga keltirmay urinmaslik bu bir jinoyat, mas'uliyatsizlik deydigan bu ruh faqat islomda topildi. Shuning uchun musulmonlar nurg'un badal to'lasimi, qonning ustida o'tkazsimi, mustahkam turib kelgan millatman Uyg'urlar, Sharq Turkistonliklar. Buni bilganlik uchun birinchi qilib Xitoy
islomni sotsializmlashtirib iborat bu nazariyani o'tirib qo'ydi. 2019 kelgan vaqtida 2017 yo'l qo'ygan 2019 kelgan vaqtida rasmiy yo'llar orqali islom jamiyati degan qo'chaq idorasi orqali va bir qism sotqon istixborot ishlagan g'alchi mollalarniki qatnash orqali bu nazariyani amaliy tatbiqlashga qadam bosdi. Buni jamiyat elib berilayotgan ishlar. Masalan, yaqinda sirtqi chiqqan bir shaxsninki so'zi qarg'an vaqtida chetga chiqadigan bo'lsang 20 turli jinoyatga qo'l qo'yib chiqsan. Men buni qildim deb qo'l chiqsan, endi senga ruxsat beramiz. Qilmagan ishga 20 turli narsaga qo'l qo'ydir. Bunun ko'pincha ibodat qilmaslik, namoz o'qimaslik, Xitoyning faqat yomon gapini qilmaslik degan o'sh. Ya'ni bular hamma chiqib kelsa, ya'ni iymon ruhidan, aqid ruhidan qo'rqadi. Ya'ni qo'rqadi bu Xitoylar. Hem gibimiz kelsa, Xitoy nima uchun islomni sotsializmlashtirishga, ya xitoylashtirishga nima uchun turdi degan qarsak, buningki eng chong sababi islomiy kimlikni yo'qotish va milliy kimlikni yo'qotish. Ya'ni chiqib aytqavat Sharq Turkistonliklarniki diniy va milliy kimlik bir butun yo'qotish. Birinchisi. Yo'qtanmagan taqdirda buni eng ojiz passiv holatga elib qo'yish. Ikkinchisi Sharq Turkistonliklardagi zulmga qarshi turadigan tajovuzchilikni qabul qilmaydigan bu ruhni tamamen yo'qotish. Chunki biz yoki ba'zi qarindoshlarimiz his qilmagan bilan Xitoylar musulmonlarga bu ruhninki, ya'ni davomli Xitoy qarshi inqilob paydo qilayotgan, davomli jihad idis paydo qilib, davomli siyosiy harakat bilan boshqa harakat qilib Xitoyning beshini og'ritayotgan, voz kechmaymiz, o'lsakmi voz kechmaymiz, yassakmi voz kechmaymiz, vatanimizni voz kechmaymiz degan bu ruhni o'ttirga chiqayotgan narsa islom ekanligini Uyg'urlar tushunmaganini Xitoy bek tushundi. Shuning uchun Xitoy o'zidanki uzun mezgillik planni ishga oshirib Uyg'urlarni tamamen yo'qotish yoki tamamen og'izni besiq turish uchun islomni o'zimizning siyosiy bo'ysundiraylik. İslamni Xitoychilashtirish, buni sotsializm ideyasi so'ndirib, ko'ngil nazariyasi bilan moslashtirib, bularni boshqa bir dinga aylantirib olsak, ruh bularni o'ladi. Shu orqali bu Uyg'urlarniki mustaqil bo'lsak bo'ldi deydigan, vatan bizning deydigan, Xitoy biz senga o'xshamaymiz, boshqa bir millat deydigan, biz qat'iy sen bosh egmaymiz, bu ruhni tamamen yo'qotib o'taymiz degan. Bu maqsadda shu Xitoy to'xtamay har turli yo'llar bilan islomni sotsializmlashtirishga yoki boshqa bir shaklga o'zgartirishga urinishga bu sabab bu. Bu sebepten Xitoylar islomni tafsir qilish bizning haqqimiz dedi. Hukumat biz tutsak, davlat biz tutsak. İslam nima aytadi? Muhammadning so'zi. Qaysi bir faylasuf bo'lsa, qaysi bir insonning so'zi o'xshash. Biz ilohiy vahiy degan narsa e'tirof qilmaymiz. E'tirof qilmaydi. Chunki iloh yo'q deb e'tirof qilsan, iloh yo'q deb nima qilsan, turmidagi qiyin qistaqlar savollar deb inkor qilsan, ilohiy vahiyni e'tirof qilmaydi. İlahi vahiyni to'lamaymiz. Muhammadning gibi insonning gibi o'xshash. Nima uchun o'zimiz tafsir qilmaymiz? Nima uchun jungucha izohlamaymiz? Nima uchun markizm nazariyasiga uni moslashtirib o'zimizdan manfaat ish qilmaydigan? Bizning qo'limiz bo'lish lozim deb ta'kidlaydi. Yana bu Xitoylar deydiganda halol harom deydigan yo'q gap. To'g'ri xato deydigan gap aqidaga bog'lanmaydi. Uni kommunizm partiyasi belgilash lozim bu narsani dedi. Ya'ni bu orqali aqida deydigan narsani tamamen maydondan tamom chiqarib. Maqsad nima? Xitoyning bunday qilishi, taqim ta'kidlasak, hamma narsani changiga qilish. Xitoyning oxirgi nishoni hamma narsani kontrol qilish. Hamma narsani o'zi xohlagancha bayon qilish, o'zi xohlagancha izohlash, o'zi xohlagancha o'ttirib qo'yib, Xitoyningga butunlikni qo'g'dash, Xitoyning nazariyasi bo'yicha. Ya'ni Sharq Turkistonliklarni davomli qul holatida besib turishdan iborat. Lekin bu Xitoylar yeligar, chulki mijozi o'g'ashqa, erkakchilik bo'lmag'achqa boshqalarga o'xshash aniq qilmaydigan, oshkorga qilmaydigan bir illati bor. Dunyoga qilgancha biz islomga o'chamiz deydi. Biz islom bilan qarshilashmadik deydi. Dinga qarshi emas, qarab boqma musulmonlar. Qonunlik diniy faoliyatda. Mana masjid maya turibdi, imomxonimlarga imom bo'lib turibdi. Bu orqali dunyoni va musulmonlarni aldab keladi. Ammo amaliyotda islomni xitoylashtirish harakati allburun boshlangan. Bular sabab qilib baqidi, urinib baqidi, lekin bu dunyoni boshqarayotgan bir yaratqush. Va yamkuruna va yamkurulloh vallohu xayrul makr. Gerçi bu Xitoylarning plani tag o'rnidan yo'tkilib ketganda egri bo'lib qolsin, lekin bu dunyoning egisi. Musulmonlar, ya'ni Sharq Turkistonlik musulmonlar e'tiqodi mustahkam turdi ekan, Xitoy bu maqsadga hargizmi yetolmaydi. Gerçi bir mezgil bir bo'lik musulmonlarni aldab ketasimi, islom oxiri g'alaba qilib chiqadi. Xo'sh. Ko'pdan-ko'p rahmat, Alloh razı olsun. Munosabat bo'lgan uchun o'sha Adiljandan mishada so'rasam bir ustozning javobidan
Albatta bir cevabı demesenge türmege yıllarca solangan milyonlarca insanların köpüncüsü mesela bu itikat batı diyen bir sözle ötüldü. Şu adamda benim dikkatimge şu narsa zihnim keldi de bu. Albatta Xitoy tarixda men çünkü Xitoyga qarshi chiqa oladigan, Xitoyga to'xta, nima deysan deb ko'krak kirib oldiga chiqadiganlarning ko'pinchisi tariximizda albatta shu din e'tiqodliq, o'zining dinini hurmatlaydigan musulmonlardan ko'p chiqiqliq hamda. Lekin biz Xitoyning shu oxirgi yaqinqi 100 yillik tariximizga qarasak, mayli Shinsi bo'lsin, Kuomintang, keyin kommunist keldi. Bu Xitoyga mayli mollamdan bo'lsin, mayli ziyolidan bo'lsin, Xitoyga ishlagan, hatto engi elingan komünistlardan bo'lib ketgan kommunistlar, hatto hozirgi Shuhrat Zakirning dadisidan tatib 2 kunda o'ldirilgan hamda. Shuhrat Zakir nihoyat yaxshi bildi hozir. Qandaq dadisi Abdullah Zakirovning qanday o'ldirilgan. Asas Süleymanning kitobida milqi 100 yillik fojiada bütün Xitoyga xoinlik qilganning hammasining 2 kunda hech qarisi hamda o'zining normal o'limida o'lmabdi hamda. Shu darajada 100 kommunist ketganda millat Uyg'ur bo'lg'ashqa bu cho'qim mana bir keyin chataq chiqirdi deb Xitoy shunday qaramdi. Hammasini shu fojialik shaklda o'ldirib yo'q qilgan hamda tariximizda. Sen bu nuqtani aytgan vaqtida mesela ustozning javobiga ham qo'shim chiqqan shaklda qanday qaraysiz Adiljon bu masalani? Xitoy oldi bilan Uyg'urlarga ayrim bir millat, ayrim bir e'tiqodi bo'lgan bir musulmon millat, bu mustamlikasiz bir millat, siyosatdan ojiz bir millat, madaniyatdan madaniyatsiz xaloq bir millat deb qaraydi. Buni cho'qim esim tutmasak qat'iy bo'lmaydi. Çünkü mayli hozir deb o'tganimizdek mayli xoinlar bo'lsin, yoki Xitoy ishlaganlar bo'lsin, hammasi ularga nisbatan bizga ishlagan xizmatchidan bekarab, bular bir Uyg'urning bir tarkibiy qismi deb qaraydi. Bu xoinlar yoki bizga ishlagan bu odamlar bizning siyosatimizda yo'l qo'yishga bir vosita deb qaraydi. Faqat va faqat mushta qaraydi deb o'ylayman. Ya'ni Xitoy Uyg'urga nisbatan mayli qanday Uyg'ur bo'lishini qatnada. Yani bu Uyg'ur mayli kommunist bo'lsin, veya ki başka itikat olmuşsun veya Müslüman olmuşsun veya ki onun bayı olmuşsun ya ki başka olmuşsun, bu Uygurlarga Mehmet, Semet, Ahmet, Adil, Abdurrahman deb qaramaydı. Onu bir bütün milletin bir partisi deb qaradı. Unda olgan iken ularga nisbatan ular faqat bir pishka, bir vasita siyosatni o'tirib qo'ydigan ya yo'l qo'ydigan. Buni mushunda tushunmasak Xitoyninki hozirgacha yo'l qo'ygan bu siyosatni qanday tushunib bulamaymiz. Qandaqda Xitoy hozir sizda o'tganingizdek Mehmet Semet yoki Kadir, Dehqon, ahli ilm va yoki tijoratchi va yoki bizga xizmat qilib ayirib o'tamiz. Dal sababi bu ayrim bir millat, ayrim bir e'tiqodi bo'lganligi uchun. Siyosiy jihatdan ojiz bir millat bo'lganligi uchun mushu siyosatni yo'l qo'yib keldi. Ularning qalisiki kimlik huquqi intayin aniq. Intayin. Ammo aniq bo'lmayotgan biz, ya'ni bizning qalimizda Xitoyning kimligi hozirgacha aniq emas. Men aşağı o'ylayman, çünkü hozirgacha g'aflatda qolishimiz sabablarining bir qismi Xitoyning bizning nazarimizda kimligini aniq bulanmasligi. Uyg'urlar yaxshi ko'rgan, men Uyg'urni ko'rgan vatanda. Uyg'ur o'quvchilar yaxshi ko'rgan, ma'lumlarni ko'rgan. Uyg'ur desa hayajonlangan ma'lumlarni ko'rgan. Lekin ularningki etnik jihatdan Uyg'urlarni yaxshi ko'rdi, ammo siyosatni yine Xitoy davlatining ajoyib e'tirof qilgan odamlar. Bu nihoyatda bir kimlik kirisi deb atasak bo'ldi. O'xshashla bu ahli ilm ishdimi? Biz mushu hozirgidek tinch vaziyatda bir dinni tabliq qilsak deb o'ylaydi, ammo Xitoyning siyosiy jihatdagi kimligini yoki davlat kimligini e'tirof qilib qabul qilmoqlik. Shu bilan kelgan tabliqlarida va yoki ba'zi ish harakatlarida amallardagi tutarsizlik yoki tamponsizlikni shunday ko'ra olamiz. Shunga bizim Uyg'urlarning kallasındaki Xitoy kimligi aniq olmay turib, ba'zi masalalarni to'g'ri ta'riflashimiz yoki uzun vadeli bir plan tuzish nihoyatda tez. Masalan, kirib turamiz, ya'ni Xitoyga bormoqchi bo'layotganlar yoki bunday berishni plan so'qib yurganlar. Yoki keyin bir yo'l eshitib qolsa boramiz demoqchi bo'lganlar. Buning ichida namoz o'qiydiganlar bor, namoz o'qimaydiganlar bor, Xitoyning shirkit ishlaydiganlar bor, ishlamaydiganlar bor. Yani Xitoyninki şu siyasi kimligini, mustamlik kimligini unutib qolganlik uchun mushuni o'ylab o'tadi. Chunki Xitoyninki
Bunun məqsədi o yerlik Uyğurlarını biraz burun ustazlar ötdü. Kontrol qilish, yo'qotish, assimilya qilish. Şu Xitoyning mustamlikini uqmay turib, biz Uyg'urlarning siyosiy jihatdan mustaqil bir fikr qilishi, harakat qilishi intayin tez. Ya'ni bir og'iz gaplar yig'inchoqlar Xitoyga nisbatan bizning kimligimiz aniq, net, süzük. Ama biz Sharq Turkistonda Xitoyning kimligi hozirgacha aniq bulab kimlik degan gap siz çekçere ayrıldı deyen gap. Kimlik noktasında Xitoyga muomala qilasiz degan gap. Chunki sizga kimlik bir ta'alluq tuyg'usi ato qildi. Kimlik sizga bir dunyo ko'z qarashi ato qildi. Kimlik sizga bir yashash shakli ato qildi. Kimlik sizga dunyoni ayrim bir tahlil qilgan ko'zoynak, ya'ni ko'zlik nuqta nazar ato qildi. Do'st bilan dushmanni ayiradigan bir sizga nisbatan bir yaxshi bir kompas desak ham bo'ldi. Do'st bilan dushmanni ayiradigan. O kimlik intayin mühim narsa. O bizim belgemiz, bizim xaslıqqa ega qilgan narsa. Çünkü bu xaslıq ega qilgan narsani Xitoyga qaragan vaqtida aniq bo'lmaganligi uchun shuni hozirgidek ba'zi bilib turib qilinayotgan xatolikniki sababi dal mushu. Çünkü biz Xitoychilik Xitoy bizga dushman bo'lguchilik, biz Xitoyga dushman bo'lamiz. Sababi dal o'sha kimlik kirisining aniq hal bo'lmasi hozirgacha. Shunga mayli Xitoyga ishlagan bo'lsin, ya ishlamagan bo'lsin, yoki Xitoydan uzoq turgan bo'lsin, yoki Xitoydan qo'rqib boshqa davlatga qochib ketgan bo'lsin, ya Turkiyada xatarlikda. U hamon bugün Xitoyga nisbatan o'xshash. Uning nazarida bu Uyg'ur bir musulmon, xatarlik bo'lsin. Xo'sh. Ammo bizga nisbatan unda o'ylamaymiz endi. Agar Xitoyningki taqibini bakrat ahamiyat berib, Allohninki bizni taqibini sal qarab qo'ymas, sal qarab qo'ymas endi. Bu intayin aqidiy masala misharichu. Çünkü kimlik diyen mesele millette en daha nazik selgür mesele. Çünkü kalımızı kimlik hukum inek alıp geçse biz acayip hakiki özgür erkin insan bulup kalırız. Hakikaten. İşte kalımız inek hukuken biz daha düşman diyetten ki siz şirketimizni, ticaretimizni, din ibadetlerimizni, hukukumuzni, yaki kelgüsü yakılık planlarınızı bu şuna asasen belgeleysiniz. Ama miki, onda okulam ki, şuna okulam ki, Xitoy insaf yaptarsa degenden başlap bu vaxtada siz qat'iy erkin bulanmaysınız. Üzümüz bulanmaysınız. Çünkü üzümüzü yaratlaşkan sıra kimlikimizdir. O vaxtada hakiki zihin cihetdə mustamliki yoki asaratga tushib qolgan bo'lamiz. Kunzuma dal mushni tashabbus qilgan bir odam. Ishadilla biz davomlashtiraylik. Kunzuninki eng cho'ng'iliq biz deyilmayotgan bir gapi bor. Kunzu her vaqt adolat yoki insonsevarlik degan bilan u har vaqt insan bilan insan munosabatida, insan jamiyat munosabatida, insan hakimiyat munosabatida her zaman yuqori qatlamliq munosabatni tashabbus qildi. Bu nima degan gap desa, hukmdor Tangrining o'g'li nazariya jihatdan. Shunga Tangri tabiatga bir nizom bekitgan. Ko'rmadi xato tushunmasin, Allohning gapi o'sha Tangrida bor. Ya'ni u boshqa narsa shunga tushunish bo'lsin. Shu hukmdor mushu Tangri bekitgan nizomni ta'qib qilish kerak. Shu bo'yicha menish kerak. Qanday bo'lishidan qat'iy nazar. Ondan keyin puhra yoki xalq hukmdorning izini menish kerak. Hukmdor qanday bo'lishidan qat'iy nazar, hukmdorning butun amr itoatlarini chuqur tatbiq qilish kerak. Chunki hukmdorning irodasi Tangrining irodasi. Shu puhra hukmdorga itoat qilsa, yoki butun deganlarni keltirsa, nizom bu ish qilmaydi. Chunki nizom hamma narsaning tagida, asosida nizom bor deb qaraydi. Yani muşun oxudan bir konusu idisi qabul qilgan bir molla. Mushuni İslamda emri itaat qilinglar deb bir hadis vatdi. Emrimiz bizni Xitoy. Biz vaqtida deymiz. Yoki buni anglagan bir Uyg'ur musulmonlar aytadiki demaydi. Bichorada amal yo'q, ha shundoq deyishi mumkin. Shu konusu buni ajoyib tashviq qilgan bir odam. Shu o'rta qattiq shu yuqori tuzumlik demani. Ama bizniki e'tiqodimizda hükümdar yoki emir xato yo'ldan chiqib ketsa, biz unga itoat qilmaslikda erkin bo'lalaymiz deb o'ylayman. Xatolik qilib shundaymi ya? Bizniki kuch haqiqatning o'zida. Kuchni qo'lga, ilkiga yoki monopollikqa ega qilgan odamlar emas. Bu kim bo'lishini qat'iy nazar. Haqiqat kimning qo'lda bo'lsa, haqiqat kimni yapmasa, biz shuni keyin dagishimiz. Qandaqdir kuchlikniki qo'lda ki narsa haqiqat deb qaramaymiz. Bu intayin muhim. İkincisi, yani normal yaşla
qirlarga, yaşanğanlarga itaat qilish kerak. Bunda bir xato gap yo'q. Ammo bu yerdagi yaşanğanlarniki ham butun narsaga mutlaq itaat qilishni ko'rsatib beradi. Yana bizga nisbatan bu e'tiqodimiz bir muxolif narsa. Onunki ayollar erlarga mutlaq itaat qilish kerak. Ama yana deymiz, haqiqat ustida olsun itaat qilasiz. Haqiqat olmasın itaat qilmaysiz ham. Mana bir şu ayollarning o'zi huquqi bor. Masala niyada. Çünkü biz de biraz bunu da belirtiyoruz. İştahat hakikat üstüge kurulgan. Xo'sh. Oranınca konumuz acayip dehşet oldu. Bunu nizam noktasını talik oldu. Nizamı xilaf kılsanız yani iştahat kılmışsınız üstünüzdeki hakimiyetke, hükümdarga, yakı padişaha, yakı güçke. O vakti siz nizamdan çıkıp ketken bolsunuz. Nizamdan çıkıp ketken bolsunuz, siz medeniyetsiz işsiz. Siz hakikaten insan bulamayısınız. Gaymetin tinçlikle xilaflık kılgan bolsunuz. Çünkü konsolunki bir bulaşık değişiklik yani yaxşı bir insan oturup koyuş, modul oturup koyuş. Yaxşı bir cemiyet berpa için aldığı iyi təklif koydu. Emniyeti bundan degini iştahatmen puhra yetişkip çıkış hükümdarga. İştahatmen bir cemiyet berpa kılış hükümdar yakı padişahlar. Ben bu şu noktada Xitaylar ya konzu edilsin paydalanıp Uygurlarga, Şarkı Türk Müslümanlarga İslam'da muşlaq qaranlar mandat yiyen konzu mundaq dedi de muşundaq düşündüreliydi. Çünkü Xitaylar məqsidi biraz önde bilgindek yaman niyetli şu konzuna da Uygurlarını kontrol kılış için işletotkan nayeti mühim bir vasıta, mani vasıtanın birisi de qarsak oldu. Xo'sh. Hakikaten bu noktadan aytgan vaqtda mesela bo'libmi ko'ngilning shu davlatchilik, hakimiyet meselesida o'ttirib qo'ygan fikrlari ixtiyor salatda shu butun g'arb dunyosiniki o'z vaqtida cherkovning hakimiyatiga kirib qolgan vaqtidagi faqatlam shu diniy to'n cherkovning hükümdarlıkka hüküm sürgen şu karangu devirlerini esildetken insanga. Ama bir şeyde adileceğim şu. Xitay hem de yıllardan bir yana bana söyleyip ötkendek bu vatanımızda bütünley barlıq sepsetisini o işgal kılıp küç onun kolda oğaşkan nime de şunu zomigerlik falan icra kılıp kelibatıdı hem de. Bugün Xitay nime üçün xuddi ba'zi bir ishlarni qilinmagandek Xitoy, dinni ijro qilinmayotgandek Xitoy. Hammani qilyapti amaliyotda. Qandoq bo'lib bo'lganimda bu ko'ngizning ideyasiga ehtiyoj bo'lib qoldi. Buning bilan buning ideyasi bo'yicha sharhlashimiz kerak degan narsani o'ttirib qo'yib qoldi Xitoy hamda. Çünkü ko'ngizning ideyasi bu qachon paydo bo'lgansiz, bu milatdan önce bu bahar, kuz davri var. Yig'liq davri bo'lgan. Şurada oturup çıkan yaşayan bir adam. Onun için bunun göz karşısı Hansuas devrinde hükümlerle kubul kılgan. Bunun 1313 yıl değil mi? O şu eğer bir insan bir devlet memuru olsa konzunun kötü kitabı var. Çok kötü kitabını yadılap durup memur olattı ya ki başlık olattı ya ki bir vali diyendek bir yaşattı. Devletin hakimiyeti geçe güçlerle etti bunda. Demek şu an konzunun ki idisi Xitay medeniyet adayıp çok rol oynayan. Bunlar bir siyasi hakimiyetinin ki halkın başkoştuğuna çok bir kural. Siyasi hakimiyeti. Çünkü mutlak bir itaatine teşebbüs kılgan bu başka. Xi Jinping'e bağlap düşenmiş doğru kıldı bunu. Xi Jinping hazır yüzden tek bir yani yalğız bir hükümdarda ilan kıldı ve bütün hukukunu kolu kırgızı aldı. Hoş. Bu kolu kırgızı bile yetmeydi hazır. Çünkü onun ki bu kolu kırgızı için bir manevi idealiyetin bir asaslı ihtiyacı var. Bu asas nereden geldi? Çünkü konuzdan geldi. Çünkü konuzu mutlak itaat hakimiyetke, padişaha, hükümdarda mutlak itaatine teşebbüs kılgan bir ideyasi, kuyuk bo'lgan bir adam. Xi Jinping bunu nispeten buna ait tepulgusu bir fırsat. Konuzun ideyasi. Xi Jinping için bu bir çalımda bir neçe baktak sokuş mümkün. Birincisi yüzüge Xitay halkını tekima kontrol kılış. Bütün muhalif, yani hemsini yok bitiş. Yani azalarla galettiği pasikalar küçültmüş. Hem de mühimi dünyaya hocudar buluş ideyasının ki işe yaraydıqanlıq üçün yoki o'z ayında o'ylabaqanlıq üçün ve bu şey ideyasi ishga oshirishda Sharq Turkiston cho'ng bir tusalg'i uchun ko'ngizning ideyasi iborat bu ideyaning texma unumli rol o'ynagan ishlanganligi uchun o'sha ko'tarib qopdi deb o'ylayman. Chunki yillardan beri Xitoy zaten xalqaro dunyoning qaysarlarida o'zini tashviq qilgan yoki boshqa xalqlarga sungan, taqdim qilgan mükemmel bir ideyasi yoki ideyasiz bo'lmagan bo'lishqa Konzu institutsiyasi bilan nurg'un
narsadan qurib ketdi. Ama bu Konzu ideyasi keyingi mezgilde bazı garip devletleri tarafından bir casusluk merkezigen genelde taklit edilgen işler oldu. Çünkü Konzu ideyasi insanperverlik, yardımperverlik, bu degan pezletler boğalık için Xitaylar şundan paylanıp oldu. Xo'sh. Çünkü Xitayda bahanesi şu başka narsa yok. Qaraq dünya olsun alaydı. Bu Konzu bir vasıta değilim. Ama dünya hocudar buluş. Hocudar buluşun Şarkı Türkistan'dan ibaret bu nasıl çoğun bir tusal onu nispeten. Bu tusalgını meyli maddi cihetten kural işçilik çarpılıktaki manevi yaki ideal cihetten aşkı usulan konuş arkalık bunu bir taraf dış niyetin boğalık için elbette üzüm medeniyetinin şu konusunu bir taraf çıkarılır. Başka neyse yok çünkü. Kılalaydılar. Şu an hem üzüm cemiyetini kontrol kılış bu Şarkı Türkistan'ı ahırdıca gelley pasif aletki yaki keltür etiş bu dünyası yok etiş hem dünyada hocudar buluş. Muşu ideyasi, muşu gayesi arkalık, Konzu en ulaq nisbetlerine yaxşı hizmet kılalaydı degen ideyaya ilk boğaşka, muşun yaxşı paydını çıkıp verişvatıdı. Xo'sh. Çünkü çokum ortak nokta tapalaydı. Bu Müslüman devletleri bilen ortak nokta tapalaydı. Çünkü Müslüman devletleri Xitaydan kelgan bazı siyasi yoki iqtisodiy manfaatlarga qarashli. Garip dünyası aldığı bir acizlik şukamaz için Xitayning bir çok güçlü ihtiyacı var. Ama der müşlaq paytda Xitayda nuqul ticaretin yoki boshqa iqtisodiyotin paranglish naltayin. Onun bir ideya taqdim qilish devletlarga. O nima şu konusiz var, başka narsa yok. Bunda olan keyin albatta ortak hukmlardan yoki ortak ideyadan foydalanib turib, ashlar qila oladi. Demak, bu vasita hammasi. Yani qilmoqchi bo'lgan siyosatlar demak bizga qaratilgan siyosat. Yoki boshqa dunyodagi davlatlarga qaratilgan siyosat, yoki o'zining xalqiga bo'lgan siyosatda Konzu Xitoy faqat şu siyasetini ideyi asasını yıkılış için faydalanmaktan bir kural da düşünsek bunu. Xitoyning maqsadi bek muhim yani. Çünkü Konzu mutlak itaatini teşebbüs kılgan bir adam. Qandaqda axloqdan bekarak. Bu axloq ko'ringan tarafi, biz yaltıraq tarafi, haqiraq tarafi. Çünkü Konzu'nunki neler iste, ideyisi de. Hazır siz de öttünüz qo'y, adalet bu deb öttük. Güçlükün adaleti var. Yani hükümdarın adaleti var. Mezlunun adaleti yok. Çünkü sizin sözle sahip hakkınız yok. Hakikatinin ki gücü yok. Onunki de. Güçlünün hakikati var. Bu intihai mühim narsa. Ama İslam'da güçlünün hakikati yok. Padişah olandı, vezir olandı. Kim oluşuna katnazar? Oğrun söylegedeninki gücü var. Kandakta padişahın gücü yok. Onda iş yok. Onda iş bulmaydı. Ben şundan İslam bu şundan kaldı. Ama Konzu'nunki de zalim güçlü. Şu onunki kanuni adalet var degen burada yani. Xo'sh. Onun diğerleri böyle halkara olmuşsun, belki bizim vatanda olmuşsun. Diğerler hemimiz doğru dep qaraydı çünkü güçlü boğalık şunun doğrusu. Yani güçlünün doğrusu var ya da. Xo'sh. Şu bu teşvikatınınki güçlü boğalık şunun gücü var. Şu insanlar köpüntüsü qandaqda hakikatin gücüge yoki adaletin gücüdün bakrak, güçlükning adaletiga yoki to'g'risi bakrak ishni qiluvchi psixikalik bir ajizlik var. O bizde mi var, bu başka devletlerden var. Şöyle Müslüman devletlerinin ba'zan işlenme turbilişi, yoki qabul qilinmaslik yoki ishlanmas kim turbilishinin sebebi ben ilqi bu şeyler psixikalik omil qarayman. Xo'sh. Ko'p rahmat. Tamamlam endi. Nəhayət yaxşı söhbət bo'lib Hamda şu temamizdeki yani dinni, İslam dinini Xitoychilashtirish ustoz nəhayət tafsili güzel maqsadlarını so'zlab o'tdi. Bu qatimqi yig'inda shu Qur'onni yangidan o'zgartib tarjim qilish kerak. Chunki davr ruhiga hozir maskanmay qolib qoldi Qur'onda. Hammasi bunu o'ttirib qo'ydi. Albatta, hatta buning ichida Tungan Lamba bu qatnashganlar shu nurg'un mavjud tarjimalarni o'ttirib qo'yib, hammasida mas'ala baliqini o'ttirib qo'yibdi. Ya'ni Xitoy tilidan tortib hammasini shunda tarjima qilish kerak qaytadan konstitutsiya deb. Buni silchi qila olamdi. Bugungi islom dunyosiningki ahvoliga qarasa,
kim söylep ötkendek menfaat ubu dep Xitayga nurgun meselelerde hazırki kayca qandaq sükütü durgan bolsa, yana Xitayning aldam xaltısıga özüm aytayın berip düşüp kelgen bolsa, yana düşüdgandek xuddi tuygu berdi insanga. Bunu Xitay mesela şu planını hazır dep atkan narsani qila alamdı. İslam dünyasından qandaq bir inkas kelishi mumkin sizce? Birinci olarak bu Kur'an-ı Kerim Allah Subhanahu ve Taala Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem başlap Allah bu kitapni ta kıyamet günügüçülük saqlashqa özü kepil olgan bir kitap endi. Yani inna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lahafizun. Kur'an'ı biz tushuduk, biz bunu qo'g'daymiz. Xo'sh. Deb Allah kepil olgan bir kitap. Muşundaq bo'lg'achqa tarixdan buyon bu bugungi bu kommunistninki urinishidan burun tarixdan buyon din düşmanlari meyli ular başqa Yahudi Nasaralardan bo'lsin yoki boshqalardan bo'lsin bu Qur'oni Karimning hatto o'zini labzini o'zgartirishga uringan ba'zi yerni eliyutib o'ziga mos kelmaydigan yerini Qur'onni şu ayetler yok holatda besib taqatgan ishlar islom tarixida yuz bergan ekan. Şu yaqinqi tarixda Tunisni Jazoirni Fransiya besvagan vaqtda Jazoirni. Şu biz maslahat verib bu musulmonlarningki şu ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha ve ati'ur rasul ve ulil amri minkum deb bir oyat var. Bu sizning ichingizdan bo'lgan podshohlarga bo'ysuninglar deb mujna bir oyat bor. O'sha minkumni elivsak va uril amrillam qasa, ya'ni podshohga bo'ysuninglar. Hozir Xitoyda avadiq mollalarni tashviq qildi-ku. Xo'sh, xo'sh. Minkumni elivsak mushlam qilib qasa va uril amri qilib qasa, shuning bilan podshohga bo'ysuninglar deb men Peshinlarda kim bo'lsa shunga bo'ysuninglar. Kim yani kim podshoh bo'lsa shunga bo'ysuninglar degan mazmunni ifodalaydi. Xudo bo'lsa. Shuning bilan biz g'alaba qilamiz deb aytda maslahat berdi. Qilib qolgansizlar. Shuning bilan bu minkumni eliyitib Qur'on besib ekan. Minkumni eliyitib Qur'onni besib taqitgandan keyin musulmonlarga bir muncha bakarlik taqitibdi Qur'onni. Shunda o'qib kelsa, qarasa, u yerda u minkum yo'q endi. Şunu olan bütün Müslümanlara ehlilimle şu zamandaki bu taqatqın bu Kur'an'ı hemmeler köydürünler, köydürüytünler. Bu minde tahrif kılıngan Kur'an. Özgertilgen Kur'an ki. Dep aşında petva berilip keyin hakla jigip et çıkıp o Kur'an'ı şu köydürüp diken. Düşmanlar oylaydı ki muş kitap ne, mu yazıqlıq kitap ne? Yani Kur'an diyen kitapın ayında özgersek, bazı yerlerini elivetsek, bağını yuqatsak, yeniden besip taqatsak, yani onundan keyin muşo burunqınınki ornını alıdı dep oylaşı mümkün. Oylap ayında qıygan. Lekin bula oylamğa yani o dese, ma kitap Kur'an-ı Kerim Allah'ın fazlı bilen yazılgandan bek insanların kalbide, Müslümanların kalbide saklananlıqandı. Bir jutda mesela hazır Türkiye'de desek, Kur'an takatlam yoqap ketdi. Besilgan Kur'an yok dese, belki her vilayette derhal şu Kur'an'ı qanda bolsa burun, qaysi şekilde, qaysi harf bilen, yazılış usubi qaysi şekilde yazılgan bolsa, derhal onu yazıp eslik keltireleydigan, bu Kur'an'ı aşında yadılgan, mınlıgan adam var. Dünyanın hem yeri şu. Yani milyonluğan bu Kur'an-ı Kerim'ni xuddi yazılgandek yazılış qanda olgan bolsa şu boyunca derhal eslik keltireleydigan, yazalaydigan, uqalaydigan kichkina o'zgarish bo'lsa. Bir harfda bir zirzavarda o'zgarish olgan bolsa, şu aman bilib qolgan. Derhal bilib qoladigan şu mınlıgan qari bor. Bu Qur'onni Alloh ayında saqlaqlik. Hem kitap orqali bu şekilde saklalık hem Müslümanların kalbinde saklalık. Bu Kur'an'dan başka hiç qanday bir kitapni bu şekilde yadlığın olmaydı endi. Hatta biz Uygur desek, Uygurca bir kitapni mı, 100 betlik bir kitapni Kur'an yadlığında yadlaş mümkün emas endi. Şu, bu Kur'an'ın bir mucizligi. Muş asasda bu kitap saklanıp keldi. Endi ma'nisini o'zgartirish masalasi.
ma'nosini o'zgartirish masalasi tarixdan buyon shu xato mazhabdikilar shianing ichidan botiniy deb tanilgan nurg'un nimadan bu Qur'oni Karimning ma'nosini arab tiliga uyg'un bo'lmagan, o'zining havoyi havasiga yoki o'zining tanlagan mazhabiga agishib shu asosda tafsir qilgan, Qur'onga ma'no bergan ishlar yuz beriglik. Hozirga qadar yo'q emas. İngiliz tercümelerimi mesela Kur'an-ı Kerim'in İngiliz tercümesi de olsun. Mesela falan tercüme ama bulmaydı o. Yani muhtemet. İşencelik tercüme ma'u deb aşında tercümeni bağımdı. Hoş. Hele ki itibarsız ya ki aşında men hata tevil kırıp tercüm kıygan ya ki kasten kıygan manda işle olsun onu ehlilimle ma hata olgan ma hata ma tercüme deb onunla alahide tenbih vergen muşnak iş vaziyet bağımdı. Hoş. Mesela bizden vatandımı Muhammed Salih Davullam'ın tercümesinden kiyen hele ki bir grup bir tercüm kıldı. Hayat tercümesi. Hayat tercümesi de tercüm çıktı. Manda karsa alahide bir çoğun fark yok tek his kılındı. Taz teriştiyse az farklar çıkarım. Hoş. Lekin anıgımı maguyla hazır ma budak jığının neticesi nimeni bizi düşündürdü dese hayat tercümesi gün bular razı olmaganlığı. Şu doğru. Hayatın tercümesinden kabul kılma bulmaydı kan. De bunu aş resmi muş bugünkü komünizm razı olgadak derecede özgertip razı olgadak derecede juğurup muhina tercüm kılsan dep talep kıptımdı bu da. Hoş. Budak yığından nimse. Bunu tabi halka ular bir kısım Xitoycha bildigan ahlilimizdan yoki Xitoycha bildiganlardan Xitoyning ishidan yo Tungalning ishidan bir qism odamlarni mana qilsan deb qildirishi mumkin. Qildirishi mumkin. Qur'onni burun ko'ydigan ayna. Hozir ko'ydiryapti-do, nurg'un masjidni shaqyapti-do, nurg'un askarlikni qilyapti-do. Uning qo'lida kuchi bo'lg'achqa, imkoniyati bo'lg'achqa, qarshi tarafning qo'lida hech qanday imkoniyat yo'q, ojiz bo'lg'achqa, u ma'lum ishni qilishi mumkin, qildirishi mumkin. Lekin bu yerda qildirish bilan şu qildirilgan ishni xalqqa qabul qildirish, xalqninki qo'llashiga yoki olqishiga erishish bu ayrim masala. Xo'sh. Bu kuchiga tayinib uni qildirishi mumkin. Lekin qildigan taqdirdimi, xuddi hayatning tarjimasida alohida bir davonlarning tarjimasi bilan alaqa sarishti bo'lsa, bak bir osmon zimin qilayotgandek ya ko'rinmagan taqdirdimi? Hammadan qanday o'yladi? Ay davonlarning tarjimasi eng sog'lom tarjima shu. Hayatning tarjimasida cho'qim bir chataqva. Yuqorida Alimjon degandek, Adiljon degandek bu ayrim Xitoy ayrim hayat tashkillab tarjim qiyg'izg'irin qargan vaqtda cho'qim buning bir yomon g'araz ba deb qardik hammamiz. Bütün mayli vatan ishi sirtirkilarcho cho'qim bu tarjimaga gumon bilan qardi. Xo'sh. Şuna o alahide qo'llashga yoki yuz topolmadi, e'tiborga erisholmadi. Xuddi shuningdek buningdan keyin texim qalayimqon qilib bir ishni qilish mumkin. Uningga kuchi hozir qila oladi. Lekin buni xalq qabul qilamdi, musulmonlar qabul qilamdi, qilmamdi desa, ko'pincha holatda Allohning fazli bilan musulmonlar buni qabul qilmaydi. Hatto tungan musulmonlar ham qabul qilmasligi mumkin. Shular ham qabul qilmasligi mumkin. Çünkü şularning mu hozir Shi Jinping degan go'yninki besimida ashulning ishidanmi hatto bizga masalan halaqa Sharq Turkistonlik bo'lib sifatimiz bilan nurg'un xapliqdi-ku. Tungalning ishidanmi nurg'un ahlilimlar bu ham qachiqliqgan hozir. Mayli Dubayda yoki Malayziyada aşağılık qaçib chiqqan nurg'un tungalning ma'lumlar bor ekan, mo'llar bor ekan. Xo'sh. Shularg'imi demak kun yo'q degan gap. Bu aşulanın işinden mi çoğum motiber ehlilimle bunu kabul kılmaydı. Aslında kıygan takdirdimi? Tabii halde biz elbette kabul kılmayız. Bu malum cinasını çıkarışı mümkün. Lakin bu halk işine itibarı erişemeydi. Ama İslam dünyasında bunun pozisyonu kanday ola? Xo'sh. Degan mesele kelsak, İslam dünyasının hazır kadar Xitoy bilan bo'lgan bu İslam dünyasınınki vaziyeti qanday desa, İslam dünyası afsus Xitoyni tarixiy bir islom dushmani deb qarmay kelgan bir davlat bo'lg'achqa. Xo'sh.
tarixdan bu yan Xitoyninki biz bilan nurg'un nimalari, nurg'un kurash arlig'imizda bo'lgan bo'lsa-mu, Xitoylikqa oyatni o'tab, sharq tarafga texmo yaqinlab islom dunyosini besib olgan yoki Yevropa mayan qargan vaqtda Xitoyning bir tarixi yo'q endi. Xo'sh. Eski kon tarixi. Aşında bo'lg'achqa islom dunyosida umumyuzlik Xitoyni manda bu islom dinining dushmani deydigan bir madaniyat yoki bir uqum ideya jiq insonlarda yo'q endi. Jiq xalq ichida bu jiq insonlarda yo'q. Endi hozir axborot sohasi bilan nurg'un tashviqot bilan nurg'un uqqan bo'lsa-mu, yana bu uqqanlarcha desa, uqmaganlar qargan vaqtda bular cheklik. Uqmaganlar jiq yana. To'g'ri. Andın siyasi taraftan hakimiyetlerinin tutkan pozisiyasını bilimiz aynı. Yani hakimiyetler, iqtisadi, siyasi her taraftan Xitoy bilan bo'lgan nurg'un menfaatni ko'z tuturu. Şu ko'z tutup bu mesele qarta Xitoy aşında Kur'an'ın ma'nisini sal qalaymiqan qilib nima qilsa alohida cho'ng bir ig'ir pozitsiya tutishga xususan men ishonmayman. Bunda deganlik tabii halde bulağı bunu düşündüğüme ya nima qilsan qil deb tashlab qo'yish kerakmi desa albatta unda emas. Chuqur bu Xitoyning razilligini biz yana mush Qur'oni Karimning tarjimalarini bunda o'zgartganligi, askari qilayotganligini cho'qimcho desa biz islom dunyosiga buni yeyishga, buni kengaytirishga, bu haqda ma'lumot berishga tirishimiz. Qo'limizdan kelganda Sharq Turkistonlik bir suhbatimiz bilan qilishimiz kerak. Lekin andin cho'ng bir umid kitib, masalan, Adra nimede Sovyet uyan bir yılda Kur'an köydürüldü, İslam dünyası şunda eyplavatır o mesela şu işlerine. Mesela Xitayda mı evet biz göltürülgen basına mağlagan, on mağlagan Kur'an köydürüldü bizim vatanda. Xo'sh. Lekin hem de A devlettikidek erken hem akbarat çıkmagaçka Xitayning köydügine akbaratında yok hem de. Akbarat çıkmagaçka birinci, ikinci olap umumiyizlik Avla Xitoy qartacho desa, bu islom diniga o'ch bula deydigan bir saqofat, tushuncha islom dunyosida jiq adamlarda bo'lmag'achqa. Uchinchi bo'lib biz manda qilyotdi desak, buni tasavvur qilolmay musulmonlar. Hozir ishonmay, o muyda ishim bo'lamdi, Xitoy bunday qilmaydi ya, bu Xitoy degan shunday yaxshi tursa deydigan bir nima endi. Xitoyning bunday qilishi bu aqlga uyg'un emas, bu silsilalarga Sal aşırı yutib baramdıgan sizlar deydigan bir iş bu İslam dünyası şu dese ban. Muşuna sebepler tüpeyildin İslam dünyasında alahide bir golgulu olap manda bop ketmesligi mümkün. Aynı qilgan taqdirda. Lekin hammadan muhim bu yerda buni musulmonlar chuqum mayli vatandan ichidagilar, mayli sirtdagilar musulmonlar qabul qilmaydi uni qilgan taqdirda. Ko'p rahmat, Allah razı olsun. Hem de ustası ahirdeki sualım bilen tügteydi. Hem de normalde her kanda bir Müslüman alimlarının elbette her kanda bir özünün dinine karşı bir fikir, bir hareket oturup koyulganda en aldığı oturup çıkılganda alimler. Ve her bir Müslüman normalde özünün dini bana bu şimdi sepsetler bilen hakaretlendiği vaxtıda bir onun bir meydanını bildiriş her bir Müslümanın mecburiyeti. Xitoy hamda biz qandaq bo'lib albatta vatandagi bechora xalqimizni ayblay olmaydi hamda. Chunki tasavvur qilg'usiz darajada ham dindan yiroqlashtirildi, diniga erishish, sog'lom bir manbadan erishish fursati qo'yilmadi. Va shu Xitoy davomli holatda shu atalmish mollalardan iborat o'zining shu setilmalarini o'tirg'a chiqarib turib bütün rezilliklerini qılıp hamda hozirgi ahvolga kelib qolgan bo'lsa hamda. Hamda bu ahvolda biz hamda shu bu musulmonlarning ahvolidan hamda nima deymiz hamda ularniki. Shu setilma mollalarning sababidan shunday bo'lib qoldimi? Uning keyin masalan biz vatanda yashayotgan vaqtlarimizni o'ylasak, normalda bir haroqkesh dindan yiroq turadiganlarmi bir özünün dini ya hakaretlensi ya ki uygun bulmagan bir iş oturdu yüz berse sakrab tushib maydonga tushadigan bir nurg'un ko'rinishlarni ko'ratdik hamda. Bu ahvol hech qarish chiqadigan ahvol qolmadimi hamda vatanda hamda bu qanimalarga qarab bu tajovuzchilikqa qarata. Ham lagerda masalan
lagerdagi o'tgan shu lager ko'rinishlari jiqqa o'tirg'a chiqqan vaqtida shu ziyoratga borganlarniki lagerning ichidagi atalmish ular tarbiyalash maktabida kursantlarimiz o'qiyotdi bu yerda ko'rsatgan shu yerdagi nurg'un yoshlarimiz mayli Qashqadaryodan bo'lsin shu yerdagi yoshlar video olib turib shu so'rsam musulmonmi desam men musulmon emas deyaldim nurg'unlar. Bu gapni Xitoy hamda shu butun safsatisini setib tarbiya qilib bularning zehnini yuyib dinning butunlay shundoq nachar narsa yiroq turish kerak bo'lgan narsa ekanligini ular chin qalbidan qabul qilib xalqimiz bu pok xalq hamda shu kommunist dinsizlikni o'zi tanladi deb qaramdiq yoki bu kamerani oldida so'zlayotgan bu yoshlarimiz Xitoydan qo'rqib men dinsizman hech bir dinga e'tiqod qilmayman deyaptimdi. Bu ahvolga hamda shu qanday bu ahvol bu millat kelib qoldi, buning vaboli kimlarga bo'ldi hamda bu haqda mana bir fikrimiz olsun. Bu sual hakkında ayrım bir kenar to'xtalish tegishli qisqa bir ko'z qarashimni bayon qilib o'tay. Alloh taolo bizga islomdan iborat katta bir ne'matmi? Xo'sh. Biz islomni sog'lom tushungan vaqtimizda davlat qurdik. Islom nomi bilan. Turk millatlarining ichida birinchi qarab islom davlat qurgan millat Uyg'urlar. Sharq Turkistonlik. Barliq Türk millatlarının için birinci qatın İslam devletine qurganlar, İslam qanunu Sharq Turkiston İslam Cumhuriyeti. Uyg'urlar. İslam amal qilgan vaqtimizda madaniyat yaratdik. Yetakchilik qiladi. İslam to'nishish jihatini yetakchilik qiladi. Yani uzun mezgilgacha. Yani bu İslam bo'lgan tushunchamiz, İslam ro'yi bo'lgan tushunchamiz ojizlab pasishib ketgan vaqtida, biz aqidani, ijtimoiy hayotimizni ayirib etgan vaqtida, siyosiy hayotimizni ayirib etgan vaqtida, bu dunyoga cho'ng maqsad nishonlarimizni unutib, parchan-parat masalalar bilan mashg'ul bo'lib ketgan vaqtimizda mahkumlikqa yuzlandik. Davlatimiz vayron bo'ldi, Mo'g'ullarningki qo'l ostiga tushib qoldi. Ya'ni kofirlarningki Mo'g'ulning bo'lsin, kofir zaman, uning qo'l ostiga tushdi. Demek biz itiqat ruhida burungi o'sha jangi var. Cihat ruhi bilan iymon ruhi turadigan bo'lsak, dastlabdan Xitoyning o'z zamonida sipil to'sqanda Mo'g'ullarni to'sqini bo'ladi. Bu iymoniy ojizlik, islomiy tushunchalik ojizlik dastlabdan tushadidan boshlab uzun mezgilgacha bu millatda itiqat ojizligi bir bo'lak qarindoshlarimiz yaxshi bo'lgan bo'lsa-mu, etiqodni ruhiy bo'yicha yashayanmaslik, etiqodni bir bo'lak tushunamaslik iborat bu illat uzun mezgil davomlashib keldi. Hali uzun mezgil davomlashdi. Oxirgi vaqtda Saudiya va boshqa bo'lib yana qayta bir davlat tiklandi. Yani uzun quvamay, yana mahkumlikqa qayta bir tushdik. Yani mandaslik aytgancha 1949 emas, hozir 200 yillik tariximiz var bizningki. Xitoy bilan bo'lgan mujodilimizda ya ko'rishimizda. Bunun köpüncesi mahkumlik bilan mustamlik bilan davomlashdi. Gerçi cihat hareketleri, siyasi hareketlerimiz, başka hareketimiz davomlashgan bo'lsa, o'zida to'xtab qolgan bo'lsa, ama uzun mezgilgacha bu saslandan chiqib ketamidik. Son jihati ozliqdimiz, ozliq emas. Sanimiz unchalar az emas. Ammo millatning ong saviyasidan tuvalligi, ilm ma'rifatga qarta yuzlanishninki jonliq bo'lmasligi, nadonlik, ongsizlik, bilarmanlik degan qo'shish har turli illatlar oxirgi bir vaqtlar kelgan zot aqtaqliqlar, qartarlik, yurtvozlik illatlari shakllanib, bu millat mahkumlikdan qutulolmadi. Buning sababi nima? Sababi bizmi yoki Xitoyning kuchlanib ketgan? Xitoy u darajada unchalar kuchli emasdi. Bular birinchi dunyo urushi, ikkinchi dunyo urushida unchalar kuchli emasdi. Demak biz Xitoy taqobil to'g'rida imkoniy sharoitni o'zimiz hozirlamadik. Qur'oni Karimda davomli tayyor holat turinglar. İmani cihetin tayyor, ahlaki cihetin tayyor, siyasi cihetin tayyor, kuch cihetin her taraftan tayyor turinglar. Biz bu tayyorlikni bir millat sifatida hozir qilamidik. Xo'sh. Gerçi aramızda ilmi sahada, siyasi sahadagi her saat erbab chiqib turgan bo'lsa-mu, lekin bu da ko'p sonliqni egalleyolmaganlik uchun, ko'p sonliq yanlam avomin nas ongsiz bo'lganlik uchun boshqalarning yo'tlishiga kirib ketdi. Turli xato aqimlar demayli, islomga uyg'un kelmaydigan aqimlar ularni tatib ketdi. Mush 200 yilninki mobaynidagi kelayotgan bu afat, bu sınak mıdı yoki Allah'ın bu millet bir vatqa cazası mıdır? Biz bugunki bu ahvolni dunyodagi boshqa musulmonlar nemish bizni qo'l uzatmaydi deyishga ilgari o'zimizga bir atib ko'rib baqsaqmi. Qultum anna haza qul huwa min indi anfusikum. Qur'on biz qonuniyat o'rgatyapti. Qanda ular mushkuni kap qoldi bo'lsa, buni sirtqi sababdan Xitoyning kuch quvvatidan sonining ko'pligidan izlamadi.
Özüңdün kör bunu dedi. Özüңnің iş qilmaganligingdan kör dedi. Özüңnің İslamның ro'yi bo'yicha yashamaganligingdan kör dedi. Özüңnің passivligingdan kör dedi. Qaysar bo'lanmaganligingdan kör dedi. Yani bir örneklik ro'yiga erişemmeganligingdan kör dedi. Xo'sh. Demek bu bayanlarga asasen milletimiz içinde her zaman özünün vazifesini ada qilib kelgan olimlar, ziyolilar, ilim odamlari, iqtisod sohasidagi va sohadagi odamlar her zaman chiqib turdi. Ammo ko'p sonliq undaq bo'lmadi. Ko'p sonliq davomli o'ttirib oldi. Ko'p sonliq odamlar o'zining jonining omon qolishini, mol-mulkining saqlanib qolishini shuni kutdi. Ammo Qur'onning qonunida ve tubu ilallah cemiyen eyyuhal mu'minun leallekum tuflihun. Galibi kılayırsan millet karakterlik adam bolanlar dedi. Millet karakterlik özanlar tutsanlar dedi. İyip noksandan kutulanlar dedi. Siyasi eyip noksandan, iktisadi eyip noksandan, fikri eyip noksandan her türlü illetten kutulanlar dedi. 30%'den 50% kadar bu millet islahat yolunu tutmağınsa kalan oturvağa adamdan söyleyip oldu. Ama aldırmağa adam 5%, 10% beraber mesela 50 yıllık aldırgan bir tarihte şairlerimizde Abdülkadir Uygur'un tilini alımız. Neçe milyon adamın aşağıdan tilganlığın yoksa. Abdülkadir damallarını tilini alımız, ilmi saat değil. Bak Abdülkadir damallarını koyup tuğan vaxtıdır mı? Abdülkadir şairi okşaş, bunca bula bir kabiliyet olmuş, aş hareketini kıygan adamlar her şehir, her yurtun için çıkmaydı. Biz millet özümüzdeki devlet reisi de kıygan adamını Xitay öz kolumuzla tutup bergen millet biz emas mı? Allah bunun mükafotlarını, jazolarını bizdi. Sabit damalarını öz kolumuzdan tutup berdik. Bedel bir işe chidamadik. Bir bölük adamlar şehit olup ketsin, ma millet saqlanıp qalsin, ma vatan saqlanıp aman qilsin deydigan yakamdik. Yo'q, men saqlasam bo'ldim, boshqasi o'lsin deydi. Tayoq boshqasi tegsin, men tegmisin deydigan bu ideya kirib oldi. Shunga gapimizni xulosalag'an vaqtimizda uzrab ketmaslik uchun biz mesela başkalar döngep koysun. Mesela köpünç kardeşlerimiz hazır bu Araplar yardım berginin var, dünya Müslümanları biz yardım berginin onu kıldı, bunu kıldı. Doğru birinci farz kimde? Biz muşu meseleden, muş patkaktan çıkıp birinci farz Şarkı Türkistanlıklarını özüdü. Cihat kılışın farz, Xitay'a takabül duruşun farz, her kandayet, üç görüşün farz, bu iman meselesi, itikat meselesi, insanlık, erkinlik, adalet meselesi. Bu ruh her bir Uygur'da, her bir şey şekillenmedi. Xitayning ma'arif sistemi ise bir qism manqurtlarni paydo qildi. Hem yaqinqi zamonda ba'zi bir odamlar maydon chiqqan bo'lsa-mu, ko'ni bir oz tarix qarasa boshqacha so'zlaydi. Bular bu ma'arif sistemisi, ma'arifda yozilgan narsa 50 yil mobaynida islomni o'chkirdigan, turk desa panturkizm deb unadan qochadigan, pan islom deb yomon ko'rdigan, mushunda bir manqurtni shakllantirdi. Bunaqa millet bilanki saviyasi to'van bo'lganligi uchun maktabda u xil xato zihniyat bilinsa-mu, ota-onalar uni isloh qilib tuzitib bo'lmaydi. Chunki ota-ona o'zi o'qimadi. Ota-onamiz bilim saviyadan mahrum qoldi. Demak biz o'zimizning usti farzini ado qilmadik birinchi qilib. Bu hisobni biz qanday birimiz Allohning ma'ni o'ylashaylik. Boshqa musulmonlar qo'yadi. Agar biz bir qadam bosgan bo'lsak, ma'lum bir bosqich kelgan bo'lsak, bugungi mush vaziyatni, ya'ni dunyo musulmonlar har zaman biz bilan bellaydi. Hakimiyeti koyup duraydı. Hakimiyetin köprüsü ya Moskva'da okuyan, ya Angliya'da okuyan, ya Müşteri'de okuyan. Bunun zihni İslam vekillik kılamaydı. Ama xelik var. İktisadı bilen var, imanı bilen var, duası bilen var, imkaniyeti bilen var. Ama biz nerede esir? Bu manın karşı. Hem de vatanımız karşı yukarı dediğimiz dedik. Bu milletimiz masum milletti, yavaş mümindik millet de bunda diyeyim. Milletinin hemisi bir günahkar bir vaziyette. Şunun için Allah Teala ceza süpürde hemimizde 8 milyon adam bir akıl turumlu taşlandık aşında bir horluk halette bizim tehdit vardı. Eğer bundan mı ibret edip, özümüz ıslah kılıp, tüzemine kalsak, meyli işi de olsun, sırtı da olsun, وَقْتْ اِنْ تَتَوَلَّوْ يَسْتَبْتِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ اَمْسَاكُمْ ayet düşüp kalışımız mümkün. Şunun bunun yolu özümüzde ıslah kılıp tüzüşmemek, küçümüzden yetişçe örnek olaş, meydanda, hakikat meydanında örnek olaş ruhuna bunu mu eriş lazım? Bedel söylesek mi, şehit olup geçsek mi, hakikat için turgan maruh tiklense, başka nurgun karındaşlara bir yol eşadı da bir meş'el yortul. Bu bulmay turup, bu bugünkü nimeden çıkar? Şuna bugünkü haberlikni Birleşken Devlet Teşkilatı atıp koyulmaydı. Birinci kılıp dünya Müslümanlar atıp. Köpeyince bizden ahvalimiz bilmeydi. Biz özümüzden tontanmağımlar. Yukarıdaki kardeşimiz Adılcan degende biz Xitay'ın tanımağın biriminde. Özümüzden tarihini tak tanımayız. Biz kaçan millet olduk, 200 yıldan var beyinde. Hele Aqtağılıkla, Qartağılıkla, hele Altışehirlikle tonlayan bir xalq biz.
bir millet ruhini hazır şekillendiremey. Bu yerde bir jort, bu yer jutluq felsefesi bilen ötken katımızlı programı qilganda. Çeteldimi? Başka bir jutsek biz. Kim bizni qo'llaydi? Kim bizga madad berdi? Kim mahaq ish qilgan kendini bir yo'layli deydi. Bunun yolu özümüzni islah qilaylik, fikrimizni islah qilaylik, ideyamizni islah qilaylik. Aqidamiz sağlam bo'lib, iymon qarindosh ruhi bilan tursa, u Allohning yordami bilan bu xafliqdan milletimiz qutulamiz, cho'qim qutuladi. Chunki bu kafir, bu Xitoy bu darajada kuchli emas. Chunki koinotning egisi bor. Hammani kontrol qilib turgan, hammani boshqarib turadigan yaratquchi. Biz uning gibi yaraydigan bir qadamni basa olasak, Allohning yordami vaqtida ketadi. Köpten köp rahmet, Allah razı olsun. Aldıcan bir fikriniz var mı ya? Şundan tüketimiz programlarında ahırkı. Eğer yapmamız olsa anlasak. Şu iş kısası bunu karışıklıktan yaxşı bilmesek bulmaydı. Mesela vaktimizde bizim dinimizi öğretmeydi. Tarihimiz bizi bulunan şekilde hep bütün din ve milli münasebetini sırt kat ama çete siz malumatlı kitaplarını tapalaysınız, alaysınız. Şun alıqı günahını severlikini, hatalıkını diyendin bekara. Yüzümüzün bekara izlesek. Yüzümüzdeki tabi kıymet göz kararlaştıktan ki ehemmiyet versek. Bazı işler düzülüş mümkün de karayım. Şuna sebep aldılar yüzümüzde. Settik sebep çok taşkı sebepler. Ama işki sebep yani bizgi münasebeti sebep intin. Bu ne iş olmaydı? Hiç şey kullanmaydı. Ama biz yüzümüzü erkeği istiqlalsak, hoşluk ehemmiyet verirsek, yüzümüzün başlasak bazı ahvallarını. Lakin bir ünümlü kadem Allah'ımızda. Ben bize kaç örnek köksü Peygamber buluştuğum 5 gün burun. Yakışık bir insan ama mesulka tebliğden ibaret ve kabul kılan bu başka cemiyet güçü cemiyetin iç sınıf kırıp biz yüzümüzü başlaşınca direkte bu. Köp rahmet. Avazımız biraz doğru sebepli olsa gerek. Üzülüp çıkıvaldı inşallah. Düşünüş bu anda. Sizin bir avaz. Aslında sorgan sualı qartanda. Birinci olab Xitoyninki axborot sohasida bir odamning ya ikki odamning ya 10 odamninki biz dinga ishonmas oldik. Bo'ldi, ishonmadik, o bu degan. Bu naslni cho'qim Xitoy vatan ichi va sirtirikilarninki shu yurgiga urush, bularni qat'iy umsizlantirish uchun bir ichki qalbida bir ziddiyat paydo qilish, bu Xitoy qildiganni qilib ketdi. Şükürleştiriş. Qildiganni qilib ketdi, maqsadiga yetib ketdi degan yerga bizni ekilish uchun chiqargan narsa deb tushunishimiz kerak. Cho'qim men shunda ishonamanki, cho'qim bugungi kunda vatanimizda mayli cho'ng ya kichik, mayli yoshlardan nurg'un o'zining farvoydigarini, o'zining dinini tunuydigan, shu din bo'yicha yashayotgan nurg'un odamlar cho'qim chiqdi. Bu Xitoy burunmi nurg'un eskilikni qilg'ilaq. Agar unda axborot chiqargandek g'alaba qilib ketirgan bo'lsa, g'alaba qilib ketgan bo'lsa, balkim 60-yillar, 70-yillardan g'alaba qilib bo'ldi. Shu chaqdimi jut-jutilda shu maydonga chiqib, nurg'un ash kommunizmni maqtab, bu dinni ayblab, musulmonni masxir qilib, bir muncha odamlar chiqqan har jutdan. Har jutdan ayda odamlar chiqqan. Lekin u xalq vakillik qildigan ash umum xalqninki ahvolning nima ekanligini tushundiradigan bir haqiqatmi desa, albatta cho'qim u haqiqat emas. Ayda tushunishimiz kerak buni. Agar Xitoy unda maqsad yetib ketgan bo'lsa, masalan, hozir qadar yana Xotanda u yanda 100 kunlik joyliq deb harbiy holatni yengilab turyapti. Yangidan yana odamni tutib turyapti masalan. Yangidan yana odam tuturgan, yana so'raydigan, kirib chiqqanligini yana so'raydigan 3 yil yetib chiqqanligini. O'shaning hammasi Xitoyning ashunda qilayotgani nima tushundirdi desa, Xitoy asli g'arziga yetemmaganligini tushundirdi. Xo'sh. Asli g'arziga yetemmaganligi uchun
Şu çoğandın yanı eden soravatkan, tutuvatkan, kılavatkan, itovatkan bu zulümün hemmisine yukarıda ustazlar dep ötkendek siyasi garazga yetiş üçün muş halkının kalbideki düşmenge karşı duruş ruhini pakatlam çıkarıp taşlaş üçün kılıvatkan bir rezil siyaset yetemmegenlik üçün şunu davamlaştırıp atını anındaki akbarattaki o bu çıkagan nesiki biz aldınıp kalmasımız gerek. Ahirisi bir ağız bütün muş chet eldekilerge chet eldeki Şarkı Türkistanlıkların ümidim nime o deyse bu yol müminin yolu ahiret bilen bağlanan yol bu. Muşu küreşne her kandak bir Müslüman ben bu dünyada bunun neticesiga erişemesem ahirette çokum erişimen degan işence bilen kıldan yok. Küreşme o. Kaçaniki onu neticege bağlaydiken maaşını kıldım bunun faydası çıkamı ögün çıkamı dep marap olturduğan bolup kalsak çokum bu işini kılanmayız. Ma zalim Xitay bilen köreşini kılanmayız. Anda adam kılanmaydı. Çokum kılıvatkan işinin neticesine, bunun mevsine men ma dünyada göremey eğer muş yolda ülep ketsem kıyamet günü çokum kirme. Hazır bu yezilip oldu. Mening nam amalımga degen iman işence bilen mangsak mağalayımız ma yolda. Bolmaz mağamayız. Şunun için ben bütün halkni ben neçedemge dedim. İnsanlar 100 adam milyoner önümüzde ticaret kıygan bolsa mesela bunun ya unu bulalay diye bulanmaydı. 10 yıl bir işini kılıp paydalanmagan bolsa derhal o işini taşlap ma ticaret kıysam bunun paydası çıkmadı ya dep öykirip yatmaydı o iş kişim. Dehqonchilik qilgan bo'lsa tijorat qiladi, tijoratchi ma'lum bir kasbda bo'lgan bo'lsa yana bir ishni qiladi, tushunarmi? Dunyolik ishlarimizda hayotimizni yaxshilash, pul tepish uchun hammadan zerikmay mangdi ekan. Hech qanday bir odamni o'ykirib o'ltirib olganda, pulni topolmadim bo'ldi, men pulni topolmagandan keyin uxlayya degan bir odam topqin olmaydi. Hammadan zerikmay mangdi. Voy nima ish qilyapsizlar desa, voy a ishni qildim, undan ziyon chiqdi. Şu maaşını başıldan manıdan bir Xudayım bire dep mağdı diken. Hemmeden. Neymiş için bu siyasi davada, Xitay karşı duruşta, vay 70 yılını yakıp diken, 50 yılını yakıp diken, nim payda optu, vatangi nimiş optu, Xitay'ın kılgınını kılıvatmamdı o mana. Nim paydası var bu işten dep el halk işine, halkını ümitsizlendirdiğin, bunda gepni kılıp yürüydiğin, ağzı bilen demişim o, emeli hareketi de şu ümitsizlikini ifadeleyidiğin, halkımız yanına köp sallık. Hazır siyasi faaliyet, Xitay karşı harekette adamın azlap gitişi, yokluğu mesela. Nurgun adamın özünün hayatını tekim yakşı, yaşaş üçün dünyanın her kayış jaylarına kössek dep, Xitay'dan tekim jiraklap gitişke hazır teyya turuşu, hemmisi nimenin neticesi, ümitsizlikinin neticesi. Kıygan işinin neticesini ben derhal kösem bultaya dep, bugün namaz çıksak, etsi onun neticesini köymeyimiz hem de. Hatta uruş girsek mi mümkün neticel uruşumuz mümkün. Elbette. 15 yıl, 20 yıl, 50 yıl uruşumuz mümkün. Nurgun müstakillik uruşturmayda boğan tarihta. Onda halka manda kılıp lan onun neticesini kürdüğün iş yok hem de. Şunun için halka biz mümin bunu sıfatımız veren, bir Müslüman, ahiret işengen, bir bendi bunu sıfatımız veren, Xitay karşı boğan küreşinin neticesini en birinci olap mening yaxshilik deptirimga bu yezilib oldu deb nima ish qilsak bijdal tashlassakmi ya bir yag'il so'z gap qilsakmi nima ish qilsak buning mukofotini men ap bo'ldim. Bu mening yaxshilik namo'limga yezilib bo'ldi. Lekin men dunyolik natijasini bir ko'raman degan ma nima bilan ma g'araz ma nishon bilan maqsad bu kurash eg'i ekanmaydi, muhabbat bilan maqamiz. Yirikib qolmaymiz, umitsizlanmaymiz. Xo'sh. Kaçaniki bunun neticesi çıkmaydıgan işken diye yakıp kalgandılam şunu bilen. Tugaydi. Düşmanın kalbi kıygını şu. Şunun için biz umumi halkımızdan Xitayga bo'lgan kurashni şu bir ibadet. Bunun zat qanday vaqt qilsaklan bunun mukofatini biz ep bunimiz yaxshilik mizonimizga bu yezilib bo'ladi degan mushu iymon tushuncha bilan harakat qilishni talab qilamiz. Xo'sh, xo'sh. Alloh razı olsun. Köpten köp rahmat. Hammalarga olsa programımızın vaqti to'shib ketdi hamda. Yani yaxshi oldu inşallah. Hammalarga köpten köp rahmat. Qadrli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bugungi voqea va mulohaza programımızın 48-soniyasi bu yerda oxirlashtiraylik. Haqiqatan bir-biridan go'zal
cevaplar, sözler buldu. Allah Subhanahu ve Teala bizni hiçbir zaman doğru yoldan ayırmasın. Şundaqla bu tacavuzçulara karşı haqlıq bolğan görüşümüzde müstehkem olsun dep tileymiz. Allah Subhanahu ve Teala ömür bəsi yeni bir qatımlıq söhbəti görüşükçe aman boğayslar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu.